Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Islom va biz programmamizning 12-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammangizga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizni güzel İslamimizdeki nurg'unlagan her bir mu'min, musulmon tafsili güzel bir şekilde, aniq, ro'shan şekilde tushunish kerak bo'lgan uqumlarni program boshlangandan buyon tafsili holatda echib kelyapmiz. Her bir bölümde ma'lum bir mavzuda to'xtalib kelyapmiz. Albatta aradan asli her hafta shu soatlarda bo'layotgandik. Arada Sharq Turkiston 2 navbatlik Milliy birlik shurosi, shunaqla 11 navbatlik qarindoshlik uchrashishi munosabati bilan bu faoliyatlar bilan bu qilib aradan bir 2-3 hafta kechikib qoldik, ekranlardan uzilib qoldik. İnşallah bundan keyin yana shu soatlarda her hafta davom qilamiz. Bugün bu biraz programıma e'lon qilingan soatda biraz kechikib qoldik, buni kechirim so'raymiz. Programmning doimlik mehmoni hammalar tunishib bo'lgan hurmatli ustoz Abdurahmon Jamal Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmat vaqtdan chiqarib qadam tashlab qilganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Bugünkü programımızın baş teması xotirjam hayotga erishishning sharti yaxshi amal degan nimadadir. Shart nima degan shu bir savolga bir javobni tafsiliy holatda ochamiz endi. Programmamiz naq maydondan taqdim o'tadi. Ekran oldida chiqib turadigan nomerlar orqali bizga program jarayonida savol so'rasanglar yoki fikr qatnashtirishinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning programmadan foydalanish uchun ham baharlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Programma kirsak ustoz, ama programma kirishdan burun ma'lum bir qancha kundan buyon jamiyatdagi ba'zi bir g'arazli kishilar yoki saviyasiz kishilardan bir muncha bo'ron chapqun chiqargan bo'ldi to'r dunyosida. Endi buningga albatta Ma'rif jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandim buningga aytdi, yaxshi bir javob berdi tunugun. Endi biz tunugunlardan yana o'limalar haqida shu bo'lib Zinnatgul voqeasi boshlangandan keyin o'limalarga nurg'un haqoratlar, ig'izga og'usiz bu yerda albatta bizning axloqimiz yor bermaydi, ularning tilida shaklda gap qilish. Shundoq bir tahdid ishiltirgan darajada bundoq har xil safsatlarni setayotgan qop yurak insonlar borda. Buningga sizlar o'limalar birligininki a'zosi bo'lish sifatlari bilan buning biraz bir programma kirishdan burun mushaqda biraz to'xtalsak, olimlarning shundoq bir atalmish millatni qaymoqtirish uchun, millatni har xil kuch kiritish uchun o'tirgan mayli siyosiy jihatdan chiqayotgan bo'lsin yoki shaxslar o'tirib qo'yayotgan narsa bo'lsin, olimlar haqoratlangan shundoq vaqtida olimlar qanday bir pozitsiya bildirish kerak buningga degan nuqtadan kirsak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizga iymon ne'matini ato qilgan va musulmon bo'lish sifatimiz bilan har zaman axloqni farz qilgan Alloh taolo hamsina bo'lsin. Shundaqlam Qur'on va sunnatdan iborat to'g'ri yo'lni, sog'lom fikrni qoldirib ketgan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Biz yaqinda Türkiye zeminida her bir adamni o'yga soladigan bir vaziyatni boshdan kechirdik desak bo'ladi. Boshda tema kirishdan ilgari shuni kesib aytamanki, olimlarga ishongan, olimlarning qadrini bilgan va jamiyatni yetaklashni olimlar topshirgan millat g'alaba qila oladi. Olimlar tuzkorlik qilgan, olimlarning yuzini to'kkan, jamiyatga e'tiborni yo'qotmoqchi bo'lgan qaysi g'arazdagi insonlar bo'lib qolsin, bular dunyo oxiratda razil bo'ladi, rasvo bo'ladi, qiyomat kuni og'ir jazo qiladi. Ama shunga o'xshash bir siyosiy vaziyat yoki fitna deb atash to'g'ri bo'lib qolsa, buningga olimlar qanday pozitsiya turdi degan temada biroz to'xtalaylik. Olimlarning vazifasi millatni yetaklash. Bu millatning ichida siyosiy yo'llari va dernekçileri var, teşkilatçıları var, cihatçıları var, ya ki başka türdeki insanlar var. Muşularga doğru yolunu gösteriş. Cemiyetteki
musulmon bo'lgan insonlarning qaysi birisi oshqulliq bo'lgan bo'lsa, oshqulliq fikriga raddiya berish. Agar bular diniy susluq, g'ururlik, passivlik yoki burmilnish ahvoli bo'lgan bo'lsa, uni tuzitish va nasihat qilish bu olimlarningki vazifasi. Hamda bu dernekchilik olsun, yoki siyosiylik olsun, yoki boshqa bir shaxslar olsun, hattoki o'zini jihatchi deb atab olganlar olsun, bularning tutib mangan yo'li to'g'ri bo'lib qolsa, olimlar ularni qo'llaydi. Agar ularningki nazariyalari, ko'z qarashlari yoki tutib mangan yo'llari oshqullikqa tava yoki passivlik tava bo'lsa, yoki ishninki oqibatini o'ylayolgandek aql bo'lmasa, yoki bu ishning oqibatidan millatga qanchalik foyda ziyon chiqadi, buni bilgidek bir zarrachilik aql bo'lmay qolib qolsa, olimlarningki ularning kendidan ma'sh mas'uliyati yo'q. Majburiyati yo'q. Olimlarningki mas'uliyati to'g'ri yo'l ko'rsatish. Xato fikr olgan bo'lsa tuzitish, nasihat qilish. Lekin kim shuar to'lisa, kim bayroq ko'tarsa, kim jihad nomi bilan o'tirib chiqib olsa, kim dernekchilik yo siyosiy hokim nomi bilan chiqib olsa, olimning uniga ergashish majburiyati yo'q, mas'uliyati yo'q. Bugungi siyosiylarning ko'pinchisi qarasak, mayli dernekchisi olsun, tashkilotchisi olsun, hatto jihadchisi yana birisi olsun, shariatning ahkomlari, shariatning prinsiplari, maqsadlarini to'liq bilib ketmaydi. Shu bu odamlar musulmon bo'lish sifati bilan, musulmon xizmat qilaman degan sifat bilan, ma musulmon ziminni himoya qilmoqchi yoki qutqizmoqchi degan ma ideyadagi odamlar o'zi bilmagan yoki aniq tushunchaga ega bo'lmagan sohalarda, maydonlarda olimlardan maslahat so'rashi, olimlarning ko'rsatmasini ish qilib, olimlarning ko'rsatmasini olib ish harakat qilishga buyurilgan. Dinimizning buyrug'i ko'rsatmasi shu. Buning asosan olimlar jamiyat kishilar qaysi ko'chiga mansa ya qaysi birisi shuar to'lisa, ularning kendi ma'naviyasi. Bu olimlar qat'iy yarashmaydigan bir ish. Olimlar kishining tabiiy ekan degan bahona bilan kishilarning kendi ma'nosi bo'lmaydi. Olimlar jamiyatning oldida ma'lum. Qilgan ishi to'g'ri bo'lsa tasdiqlaydi, xato bo'lsa to'xtadi. Olimlar bu siyosiy maydonda bo'lsin, fikri maydonda bo'lib qolsin, o'zining o'rnini joriy qildirib, dengizning to'lqiniga zid holat bo'lsin qadam bosish lozim. İşkilenmesi lazım. Yolmuş şu. En ulug cihatmış şu. En doğru yolmuş şu. Şun cemiyetinin besimi mavu, halkının besimi kötesinin. Kıygan şeriat uygun bolsa, baş üstüge yardım berdi, kollaydı, desteklaydı. Eğer ulanın kıygan aşkullık tava, yak pasiflik tava, yak millet ziyanı ekildiğen, yak ümmet ziyanı ekildiğen, yak dinini sertleştirdiğen, yak şahsi menfaatçilik olgan, yak bir istihbaratın galçılığı tava olup kalsa, alimler bundan qattiq agah oluşu, dikkat qilishi lazım. Şu bir yerde alimler öz şahsi kanaati bo'lmagan, yoki o'zining tushunchasi aniq bo'lmagan masalalarda aldırıp bizning shuariga, ya'ni bizning bozorga kasb bo'lmaydi. Jamiyatni yuzlantirish olimlarning majburiyati. Xo'sh. Bugungi kunga qarasak, bir qism salohiyat aniq bo'lgan yoki salohiyat aniq bo'lmagan ba'zi shaxslar yoki ba'zi iqimlar o'zlarining oshqun fikrlarini bozorga selish yoki bozor topolmagan butki derneklarni bozorga selish yoki ba'zi vositalarni bozorga selish uchun o'limalarni o'z safiga tortishga, o'limalarni o'ziga keltirishga turli usullarni ishlatmoqda. Bir qismlar pul ishlatishi mumkin, bir qismlar huquq bizning dernekka kelsa mansab beraman deyish mumkin, bir qismlar tahdid solishi mumkin, necha kunning yuz berganga o'xshash axloqdan chetnagan, musulmonlik axloqiga uygun kelmaydigan g'alit so'zlarga o'xshab bundaq tahdidlar, bundaq bosimlar qo'llanishi mumkin. Bu 101 maqsad nimasi? Olimlar bizning dapimizni chalsa, olimlar bizning kaynimizga kelsa, ma millat bizning qishimiz keldi. Meni o'ttirga chiqdi. Mening kaynimdan mang'iti. Men bozor topdim dedi. Men pul topdim, men yuz topdim dedi. Ya uning niyati to'g'ri, qilgan ish xato, yoki niyatimi buzuq, nijis bir inson. Qandaqdir bu yerda Qur'on sunnatning ruhini yetkazib atgan Allah ve Allah'ın peygamberi Allah'a şeref bergen insanlarını özünün kendine ergeçtirişke kuşaydı. Kanda olup bulanı hakaretler. Kays yüzü bilen, kays Müslüman dağçılığı bilen. Ölemalı hakkını gap kılıçtı. Şimdi şunu bula özüge ergeçtirenmegen, yoki aksa kirmegen alimler olsa hakaret kılışının sebebi, tehdit kılışının sebebi, kemsin sebebi. Men dige ya kemilen.
Jamiyatni yetim qoldirmoqchi. Jamiyatni qalayimqanchilik tug'dirmoqchi. Shu orqali to'g'ach o'g'rilmoqchi. Yoki bo'lmagan bo'lsa millatni necha yilning mobaynidagidek quyuq yo'lga og'ir aniq bo'lmagan ozg'unlik va yoki passivlik va yoki oshqunlik va yo'lga ittirishdan boshqa ish emas. Xo'sh. Bular qarasak, mayli jihatchisi bo'lsin, o'zining nazarida, yoki tashkilotchisi bo'lsin, yoki bir bo'lib qolsin, o'zining topgan usulin chorasi millatni qutqizadigan birdan-bir yo'lmi shu deb da'vo qiladi. Nada undaq ish emas. Balkim undaqdir. Balkim undaq emas. Bu bir vosita. Millat ig'ir bir holatda, qiyin bir holat turadi. Buningga har turli usullarni qo'llanish to'g'ri keladi. Buningga siyosiy jihatdan harakat qilish lozim, fikriy jihatdan harakat qilish lozim, iqtisodiy jihatdan harakat qilish lozim, siyosiy jihatdan harakat qilish lozim, jihodiy jihatdan va boshqa jihatdan qilish lozim. Qandaqdir bir usul, bir chora bu millatni bugun kunlikda u xafalikdan tatib chiqishi natayin. Shunga buningga o'xshash bir siyosiy vaziyat yoki ashunga o'xshash fitna fasodga sabab bo'lgan bunday vaziyatlarda olimlarning mustaqillik, shaxsiyati mustaqil bo'lishi lozim. Fikri mustaqil bo'lishi lozim, idis mustaqil bo'lishi lozim. Jamiyat qarab boqib, ko'chiq qarab boqib, xalq o'ngga mangib deb o'ngga, so'lmangda so'lga kesib bo'lmaydi. O'zining qanoati bilan, ishningki foyda ziyinni o'lchishi bilan, shariatning maqsadiga uyg'un kelish, uyg'un kelmasligi bilan tarozi solish lozim ishlarni. Chunki olimlar islom nazarida Qur'on sunnatning ko'rsatmasida hokimlarning ustida turdi, tashkilotchilarning ustida turdi, siyosatchilarning ustida turdi, mujohid da'vosi qilganlarning ustida turdi. İslam dini siyosiyonlarni va boshqalarni olimlardan so'rab ish qildi. Ularning maslahatini ish qildi. Demak, bu yerda olimlarning ustunligi chiqib turdi. Bir oz lekin buningmi Qur'ondan ham sunnatdanmi dalil keltirib. Demak, mushunga o'xshash olimlar haqorat uchragan, kamsilgan bunda maydonda olimlar qanday pozitsiya tutish lozim. Xo'sh. Mayli bu yerda haqorat qilgan siyosatchi bo'lsin, da'vogar, yoki dernakchi bo'lsin, yoki qaysi birisi bo'lsin, o'zining haddini bilish lozim bu odamda. Musulmonlik axloqi bilan gap qilish lozim. Musulmonlik axloqi bilan so'zlash lozim. Chunki har bir og'iz so'zdanki islomning mas'uliyati bor. Qiyomat kuni hisobi bor. Ay bir og'iz so'z ya millatni xato yo'lga boshlaydi, xuddi Suriya bilan millatni xato yo'lga boshlagandek, yoki xato yo'ldan saqlab qoladi. Bu so'zning mas'uliyati bor islomda. Agar ular o'zimiz xohlagancha mangamiz, o'lama hech narsa emas, bizning keynimizni mangson deydigan bo'lib qolsa, u vaqtida Allah va payg'ambar islom olimlarga bergan imtiyozga inkor qilsin. Rad qilsin. Biz islomni tonimaymiz. Qur'onga ishonmaymiz, sunnatga ishonmaymiz. Yo'l bizniki deb da'vo qilsin. Bu vaqtda bilili buni. Ya fosiqligini bildi, yoki rezilligini bildi, ya ishbiyonligini bildi, yoki nadonligini bildi. Bunday odam lekin deyil. Lekin islom nomi bilan jihad qalbiga kirib turib, musulmonlik nomi bilan olimlar til tegiz hech qanday ularningki haqqi yo'q. Agar musulmonlik da'vo qilgan bo'lib qolsa, axloqdan ayrilamiz. Axloq iymondan ayrilmaydi. Axloq har zaman iymondan ayrilmaydi. Shuning payg'ambar alayhisalom iymoni joyida odam qanday odam, iymoni mukammal odam qanday odamsa, axloq joyida bo'lgan odam. Shuning bu odamlardagi bir qism, hammasi emas. Bunun tilining satligi, axloqsizligi, razilligi, adabsizligi, axloqsizligi bu odamning na iymon tarbiyasiga ko'rganligini, yoki axloq tarbiyasiga ko'rganligini bizga ifodalab bermaydi. To'g'ri. Haqiqatan yana bu shundoq to'rlarda shamol chiqarishga urinayotgan insonlar agar o'zini musulmon deb qarasa, Rasulimizningki ularga qo'ygan hatto normal bir insonga, ya'ni musulmon bo'lish bilan normal bir musulmonni og'zini buzib tillashning sebabul muslim fusuqun va qitaluhu kufrun Rasulullohning diagnozi. Ya'ni bir musulmonni tillash fosiqlik deydi. Ya'ni normal musulmon olimlarga nechasi darajasi ortiq turdi buning kamda. Shular o'ziniki bunday qarablar shu mush Rasulullohning diagnoziga asosan o'ziniki eng oddiy hisobda aytgan vaqtida o'zining fosiq insonlar ekanligini biz emas Rasululloh alli burun diagnoz qo'yib ketgan bu dunyoda. Shunga mushni tavsiya qilamiz. Hamda olimlarning islomdagi o'rni nima deganda biroz buni ochaylik. Olimlar ilohiy vahiyning mutavallisi.
İlahi vahiyini insanlara izahlıqçı, bayan qıyğı, düşendükçü insanlar. Şeriatning homilari. Şuna Peygamberimiz hadisda alimlar aşqullahning aşqulliqidan passib insonlarning yoki burmilg'ich insonlarning burmilishidan himoya qiluvchilar deb olimlarning tasvirlagan. Millatning yulduzlari bo'ladi, yetakchilar. Biz kona tariximizni qarasak, buyuk ishga yetakchimizdan ayrilib qolgan bichar bir millat. Buni ilgari bir qancha qatimliq bir temirni o'tirib qo'ydi. Abduqodir Damallamga o'xshash Alloh taolo ato qilgan buyuk bir lider sifatlik, mutafakkir bir olimni o'z qo'limiz bilan himoya qilib o'tgan bir millat. Sabit Damallamga o'xshash davlat qurgan bir siyosiy arbobni dushmanga tutib olgan bir millatmiz. Yani shunday turug'liq biz siyosatdan, yani jihatdan so'zlab o'zi xohlagancha jo'laydi. Demek o'zining rolini bilish lazım. Olimlarning o'rnini bilish lazım. Bu payg'ambarlar, bu olimlar hammadan muhimi payg'ambarlarning izbosari. Baylar emas payg'ambarning izbosari. Siyosiylar emas, iqtisodchilar emas, yoki mujohidlar emas, yana biz emas. Peygamber İslam enak qilib olimlar mening yo'limni tutib maqdig'ini shudi. To'g'ri yo'lni ko'rsatib bergan shudi. Peygamber İslam bizga oltin kumush qoldirib ketmadi. Buyuk qasrlarni qoldirib ketmadi. Buyuk davlatni qoldirib ketmadi. Qoldirib ketgan nimadan iborat? Qur'on sunnatdan iborat, sog'lom yo'ldan, to'g'ri fikrdan iborat. Mana bunga vakillik qiluvchi, buni to'g'ri shaklda o'ttirib qo'yuvchilar olimlardir. Bu sebepten İslam dini olimlarning o'rnini alayda yuqori ko'targan. Şu Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte çoğunlarımızın hürmetini kılmagan, kiçiklerinin kadrini kılmagan ve alimlerin hürmetlemegen adam bizden emas. Hadis sahih mutsayyiz. İmam Ahmed'in hadisi, Tabrani'nin hadisi. Hadisinin ahırda alimlerin hürmetini kılmagan adam bizden emas. Ma adamda Müslümanlık ahlak yok diyor. İmanın yanına sen de. Sen bir Müslümanlıkla cayık düşüyor, enin kendin ma din namıdı gep kıldı. Bu alimleri bergen dinimizdeki ornu. Ulemalarning qadr qimmat yuqori bo'lganlikdan Qur'oni Karim musulmonlarni olimlarga itoat qilish buyurdi. Atiulloh va atiur rasul va ul amr minkum degan yerda bu yerda ijtihod qila oladigan, yakun ola oladigan, millatga chiqish yo'li haqida tafakkur qila oladigan bu olimlarni ko'z tutdi. Ba'zan bir taraf hokim bo'lsa, yana bir taraf buningki tadqiqotchi, ijtihodchi olimlar. Endi bilim ma'rifat Peygamber miraskor olan alimlarning jihadi hisoblanadi. Ba'zilar hozir faxrlanadi. Biz mujohiddik. Sen mujohidni kim ishak ekkadi? Sen şu tavhid so'zini kim o'rgatdi? Sen ma yo'l to'g'ri mana ummatning yo'li, musulmonning yo'li kim o'rgatdi sana? Agar sen jihad nomini qildigan bo'lib qolsang, cho'qim bir aqidadan olding. Olimning qo'lidan olding. Ko'chadan chiqqan pitiya emas. Sana mushu to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bir olim bor edi. O'zingning yo'lini bil. Ammo sen şu ta'limni bergan, şu yo'lni ko'rsatgani mana Peygamberlik izbasarı olan alimdir. Alimlarninki tili bilan qilgan, ish harakati bilan qilgan, qalami bilan qilgan ish harakatlarning hammasi bu jihad bo'lsa, sening oldingda turadigan, sendan yuqori maqomda turadigan jihaddan iborat. Chunki Qur'oni Karim vajahidhum bi jihadan kabira deb Qur'oni Karimni da'vat qilish, Qur'oni Karimni tushuntirish, izohlash, pakit ko'rsatish, boshqalarni da'vat qilishni jihad kabir. Eng buyuk jihaddir. Sen jihad nomli olimlar siltakish haqqing yo'q sening. Qur'on-i Karim tilganilgan jihad kabira degan bo'lsa, vajahidum bi jihad kabirasi bu hayot ko'rishdan iborat. Bu hamma sahani o'z ichiga oldi. Iqtisodiy sahani, siyosiy sahani, fikriy sahani, da'vat sahasini, turmush sahasini, pul tepish sahasini, o'qish sahasini, hattoki zulm, xorlik qilib qolsa, uning taqobil turish, raddiya berishdan iborat. Bu sahaning hammasini o'z ichiga oladi. Endi Qur'on-i Karim o'tirib qo'ygan bu jihad ilmi nazariya jihadi ve ameli tatbiqlash jihadi deb ikki turga bo'lindi. Bir qismi nazariya, bir qismi amaliyat. Bu ameli bo'ladigan jihad to'g'ri bo'lish uchun cho'qim nima deb o'tash lozim? Nazariya jihadi o'tash lozim. Bu ishda bir axloq bo'lish lozim. Bu ishda bir mezon bo'lish lozim. Bu ishda bir o'lcham bo'lish lozim. Shu buni qo'ydigan, buni tatbiqlaydigan, buni izohlaydiganlar kim desa, o'lamadı. Ko'pincha vaqtlarda pakit orqali, hujjat orqali jihad qilish maydonlari boshqa yo'lninkidan qiyin bo'ladi. Chunki insonning aqlini qanoatlantirish, fikrini qanoatlantirish yana bir tarafdan albatta qiyin bo'ldi. Bu hamma odamga
aniq bo'lsa kerak. Buning asosan ulamalar İslamningki to'g'ri fikriga vakillik qilgan qarashlarini, ya'ni o'ttirhallik ko'z qarashini, Qur'on sunnatdan ilgan o'ttiral ko'z qarashini dadillik bilan qo'rqmay o'tirib qo'yish lozim. Jamiyat ta'turmansiz mansun. Jamiyat ta'turimiz kas-kasun. Lekin ulamalar dengiz to'lqini qarshi holatda Qur'on sunnatning ruhi maqsad uyg'on bo'lgan ko'z qarashi bo'lsa, qo'rqmay buni o'tirib qo'yish lozim. Bu ulamalarningki mas'uliyati. Endi biroz ilgari olimlarningki o'rni, ularningki qadr qimmatini yuqori dedik. Buni biroz ikki dalil olaylik. Birisi ilgari olgan misol atiulloh va atiur rasul va ul amr minkum degan. Ul amr minkum deganda siyosat sohasida, siyosatni tatbiqlash sohasidagilar amirlar maqsad, hokimlar maqsad, sultonlar maqsad, ular itoat qilish. Ammo fatvo berish, to'g'ri bilan xatoni ayirish, ijtihod qilish, yo'l ko'rsatish ul amr kim bilan mas'ulligimiz amirlar, olimlar. Bu bir dalil. Hakimlar mujtahid olimlarning ijtihodi va izlanishiga ergishmaydi. Dinning ko'rsatmasimiş. Shundaqla olimlar chiqargan hukmni tutibmaydi. İslam tarixi qarasak buni nurg'ulgan paketlar. Chunki olimlar yo'l bosh yetakchi, hakimlar olimlarningki ergashguchisi. Buning dalili va dalili bor. Qur'oni Karimda va iza ja'ahum amrun minal amn aw al-khawfi adawbi. Agar insonlarga bir jamiyatga bir millat biz qo'shish amrun bir ish yuz bersa, qanday ishlasa minal amn ya xotirjamlik tava ish yoki xavf endishiga qo'rqinchiga vasvasaga tava bir ish jamiyat yuz bersa, azav hammasi o'tirib chiqib oldi. Hammasi gap qilib baqirdi. Hammasi buningga fatvo bir baqirdi. Xato masalan qilgan ishini. Aqsoqollik qilmasan dedi. Haddini bildi. Necha kundan yo'q ashni aynan o'zi. Oyat nima deysiz? "Wala uraddu ila rasul." Hammasi aqsoqollik qilmay, bilarmanlik qilmay, ilalloh, wala uraddu ila rasul. Payg'ambardan so'ragan bo'lsa. Hozir payg'ambar yo'q. Kimdan so'raymiz? Sunnatdan so'raymiz. Va ila ul amr, yetakchilardan so'ragan bo'lsa, mas'ullardan ishdan tekin surishtirgan bo'lsa, boshqalardan ishdan moyit nima deb surishtirgan bo'lsa, masala oydinlashadi. La alimahullazina yastanbitunahu. Buningdan istinbat ala oladigan, ijtihod qila oladigan, masalaning to'g'ri xatosini, foydasini ayirib ko'rsatib beradigan ma odamlar to'g'risini ishdan tegini biladiganlar uchun. Shuningdan so'rg'iliq dedi. Bu yer istinbat qila oladiganlik. Yakun ala oladiganlik ham, yo'l ko'rsatib beradiganlik ham xo'sh, olimlar. Bilim ma'rifatmi afzallar shu. Biz ayta olamiz. Chunki podsholar kishilarga hokim bo'lsa, olimlar podshohlik hokimdir. İslamning ko'z qarashi shu yuqorqi oyatga asosan. Burungi islom jamiyatlarida hokim siyosat va dunyochilik ulamolarning maslahatlashib qiladi. Ma qilgan shariatga uyg'un emasmi? Dinning prinsipiga uyg'un kelammi deb so'raydi. Jihad qilamni, yalimsiz qilamni ulamodan so'raydi. Ulamolar hokimlarni to'g'ri yo'l yuzlantirib ko'rsatma beradi. Ulamolar yetakchi, hokimlar ergashguchi. Bu olimlarning tabiati. Qur'on sunnat bergan imtiyoz. Shuni bu yerda andaqchi mandaj qilib, bu olimlarga bergan imtiyozni tatib olish, yoki buni yo'q chiqarish, yoki buni yuzini to'kish hech qanday haq yo'q. Agar men musulmon emas, nima deysiz? U vaqt bilib olamiz. Agar musulmonlik da'vosi qilgan bo'lsa, Qur'on sunnat ishidan bo'lib qolsa, o'zining haddini bilsin bu odam. Yani bunun bir delilden birini ekilip gap tugutimiz. İmam Malik'nin sözüne, nurg'un hadislar, oyatlar olsun sözlemeyin. İmam Malik deydi. Bir bölek kişiler nafli ibadet bilan shug'ullanadi. Bir bölek adamlarning shu hozir qilayotgan nafli ibadet shug'ullanadi. Bilim ma'rifat olmaydi odamlar deydi. Nafli ibadet bilan shug'ullanib, bilim ma'rifat olmaganlik sababidan ummat Muhammad qilish ko'tarmoqda deydi. Musulmonni o'ttirmoqda deydi. Musulmonni kafirga chiqarmoqda, fitna tarmoqda, g'avg'o solmoqda. Sabab nima deydi? Illati nima? Omil nimasi? Bilimsizlik. Nodonlik. Biliming yo'q turib, nima siyosatga shug'ullansan? Cho'ng bola. Nodon turib, nima darna qurasan? Sen nima qilib bermoqchi bu millatga? Qas yo'lga boshlamoqchisan. Nima salohiyating bilasan? So'zla. Agar binas batsa Qur'on so'z, yarfa'ullohu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. İman aytgan bilim ma'rifat bo'lib qolsa, Alloh uni darajasiga ko'taradi. Bosh usti. Sen shu qobiliyat o'sqin.
Bo'lmasa ishini qil, dehqonchiligini qil, tijoratini qil, yana bir ishni qil. Ammo millatni u yanga bo'ladigan, bu yanga parchalaydigan shaxsiy manfaat uchun maosh qil. Qiyomat kuni hisoboti bor bu ishlar. Bu temani balki mishada to'xtatsak yaxshi bo'lishi mumkin. Bu yuqorgi gap Miftah Darus Saada degan izlanganlarga o kitobda chiqadi. Men jinoyat güzel cevap verildi. Ben hazır şu tünügündüm ben bazı elbette her birisiga cevap verishning o'rni yo'q. Şu olimlarninki agarda haqiqatan şu o'tirdi shamol chiqarayotganlar samimiy bo'lsa, bu milletiga ichi og'risa, rasmiy ko'ngil bildigan insonlar bo'lsa, olimlarmi bir tashqi planetda yashaydigan insonlar emas, shu shaharda yashayotdi Istanbulda. Samimiy bo'lgan bo'lsa bu insonlar u yerda valaqshib nimasini yiqitmay kelib har qanday olim bilan paranlasha oladi. Millet buncha vala dötemaschu buncha qavg'allar, vaqirab jaqirg'anlarga agishib ma'digan darajada dötemas. Albatta har bir aql egisi bularning qilayotgan narsasini tegishli javob berdi deb o'ylayman. Ama bazı xalqimizninki kim hayajon bilan vaqasa, jaqasa mushahid qo'xshaydi deb olimlarninki o'zininki nayati temkinlik bilan bazı ishlarga axloqdan chiqqanligini, o'zining axloqini qarish tarafning darajasiga tushamay sukut qilib qilvasinchoqini deginni ojizlik o'xshaydi. Yoki haqiqatan qo'rsqining og'rishiga o'xshaydi deb tushunib qolmasligi uchun biz degan bu programmaning nimasi dedik. Aslo bu yerda ojizlikdan yoki haqiqatan shunda bir olimlar, ulamolar xato qilganligi uchun nima deyshamiz deb beshini qashlab o'ltirib mishada nima deb o'tirg'i chiqishni bilolmay qolganligidan emas edi asli bu narsa. Xalqimiz zarlicha aqli va insonlar buni tushundi deb qarayman. Shundaqla oxirida shu yana biroz kirsak shu masalan shu oxirgi ulamolar birligidan e'lon qilingan bayonotga bu mishada shu bizning oshqulluq falan pustan kalimasini ishiltib Daesh mesela bu mesele Türkiye'ninki nayeti inçik qaraydigan meselelerge bularga yaqin kelmesi kerak degan gapini tutib olib, qalsangmi sen shunda bo'lsa Xitoyning hammasi terrorchi deydi, bizning hammasi terrorchi, Uyg'ur bo'lsang terrorchisan. Unda bo'lsa vatanga berib baqqan u bu deb voqea qildi hamda. Mushu masligi biroz bu mesela yuqorqi masalalar bilan yani olimlarni e'tirof qilmaslik. Qur'on sunnatning buyrug'ini e'tirof qilmaslikka munosabat qilmas. Agar bular oyat va hadislarga bir tutash amal qiladigan bo'lsa, olimlarning ko'rsatmasi bo'yicha fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan oyatning hukmiga bo'ysungan bo'ladi. Ya fasal bi xabira. Endi buni bilgan bir oyat yoki bir hadis. Qolgan tarbi yo'q. Qur'onni bir-birisiga so'qash turgan, bir oyatni yana birisini xohlagancha mansux deb da'vo qilgan, xohlagancha birisini inkor qilgan, 60 ming sayidisini bildigan ya 4 yoki yo'q. Kimdan olgan esa, Suriyalik birisidan olgan yoki ordulik birisidan olgan. Bundan boshqa bir narsa yo'q. Dinni mushundaq da'vo qilib, o'zining kallasi kap qolgan fikrni birdan-bir to'g'rimishi dindi. Din undaq narsa emas. Ma Sharq Turkiston xalqi ming yildan beri islom dini turayotgan bir musulmon bir xalq. Diyorimiz islom diyori. Zulüm astığı uçup qalğan, mustamlik uçup qalğan bir İslam diyarı. Bizden sanımız 25 milyon bolsun, 30 bolsun, 35 milyon bolsun, bizden kemmigenlik için men aniq bir narsa emas. Ma 30 neçe milyon deb qarsak, 35 desek, odamlarning manfaati asosida gap qilishimiz lozim. Odamlarningki foydasini asosida fikr qilishimiz lozim. Qandaqdir bu yerga chetga chiqib qolgan 1 ming, 2 ming odam bu 30 neçe milyon odam vakillik qilinmaydi. Milletki vekillik qilsa, birdan-bir vekillik qiladigan millatning ulamoları. Millatning qimmat qarshi hurmat qiladigan, millatning madaniyatiga hurmat qiladigan, millat e'tirof qiladigan ulamolar millatning vakili shu. Boshqalar millat e'tirof qilmasa qoladi bishadi. Ba'zi liderlarimiz bor. Men millatning lideri, lekin millatning qimmat qarshini hurmatlamaydi, prinsipini hurmatlamaydi, dinini hurmatlamaydi, fikrini hurmatlamaydi. Qanday liderlik? Shuning o'xshash ba'zilar jihad nomi bilan da'vo qiladi. To'g'risi shu dedi. Sen to'g'risini nereden bilirsen? Sen olimmisan? Qur'on sunnatning tadqiqotini sen qildingmi? Bu millat 30 milyon odamning manfaati bo'lish qilsam, sening foydangga kelsin, kelmasin, sening fikring kelsin, bu ayrim bir masala. Bu cho'ng manfaat va yo'da kichik manfaatdan voz kechadigan bir qoida bor.
Endi yuqorqi atalg'uga kelsak, bizning xalqimiz terrorchi degan nom bilan bir butun turmuş so'landi. 97 va 98 da Xitoy urinib baqdi. Uyg'ur Sharq Turkiston millatini terrorchilar. Uning natijasi qozonmadi. Ammo 2014-15 yil kelgan vaqtida bir butun bu dunyoninki to'liqini bilan bu qalpoq bilan bugungacha bizni jiq azdi. Nurg'un xalqimiz ig'ir aziyat tortdi. Buning sababi nima desa, hozir butun dunyo ko'zir qilib qo'llanayotgan, butun odam qurol qilib qo'llanayotgan oshqulluq yoki terrorlik degan qalpoq. Bu millatimiz bunday ishni qilib boqmadi. Millatimiz haq maydonidagi bir odamlar. O'zining haq uchun jihad qilayotgan, o'zining haq uchun kurash qilayotgan, adolatni talab qilayotgan, erkinlikni talab qilayotgan odam. Qandaqdir bu yer Suriyaning qalayimqon fikri singib qolgan, oshqulluq fikrini so'ndirib olgan, Daeshga o'xshash Amerika va Angliya istixboratining g'alisi bo'lgan bu odamning fikrini so'rab chiqqan odamlar millatning vakiliman, millatning ko'z qarishiman deb qandaq bo'lib u ikkisini aralashtirib oldi. Mush fikrning sababidan hozirgacha Arab dunyosida Sharq Turkiston davosininki o'ttirib chiqolmasning sababi bir bo'lik odamlarning mavjudligi. 30 million odamning manfaat o'lig'imi yoki bir necha odamning ko'z qarashi o'lig'imi? İslam'ın vekillik qilgan bo'lsa bosh ustiga. Lekin islomning o'ttiral yo'lda emas bu. Bizning yo'limiz birdan-bir to'g'ri deydi. Ma to'g'ri ish qilinglar, millatning manfaatiga qarta ish qilinglar. degan mayakab qas yo'q bizgan ulug' mujohid. Shuni bilishimiz kerakki, olimning hammasi mujohid. Aqida sog'lom, ibodat joyida, axloq joyida haloldan pul topadigan, islomning, musulmonlarning, jamiyatning, vatanning manfaat o'ylaydigan har bir odam islomning nazarida mujohid. Bu bir bo'lik odamlarning bir qalbiq emas, kiyib olgan chobin emas bu. Shu bu yerda u gapni o'ziga qartib olmaydi. Xo'sh. Ma 30 million odamning manfaatini o'ylash lozim. Osh odamlarga osh qalpoq baloyofat tug'digan bo'lsa, ma 1,5 milliarddan ortiq musulmonninki yordamini qo'lga keltirish uchun qalpoqdan qutulish lozim. Bizga foyda etganmidi ummat ishida. Biz Uyg'ur Sharq Turkiston musulmonlar birinchi darajada ziyon etgan. Uningdan sirt islom dunyosining eng cho'ng og'ir ofatni bu Suriyaga kirgan odamlar paydo qildi. Daesh sabab bilan uni. Buni inkor qilish lozim. Azg'unliqmi azg'unliq, oshqunliqmi oshqunliq, islomga qarshimi qarshi, islomning siratil mustaqim zidmi zid. Bu zid bo'lsa olimlar buni inkor qilmay, atog'im bisi deb qolamiki, tillab qolam, haqoratimiz qanday olim bo'ladi? Olimlik kichkib qoldi. 2013 taqobil turish lozimdi. 2013 rad qilish lozimdi. Burunlan buni qilish lozimdi. Axborotga chiqmagan bo'lsa-mu o'z vaqtida rad qilgan. Ha, ammo demak bayoni chiqamdi, lekin o'sha o'lamoniki hammasi rad qilib keldi. Xatoma yo'lamdi. Biz bütün derdimiz bizden ayyadı. Bütün g'amimiz ayyadı. Şu bütün kuchimizni, bütün fikrimizni, bütün imkoniyatimizni farz ayn bo'lgan xalqqa ishlatishimiz lozim. Boshqalarning nisbatan ish qilib bir farz emas bizga nisbatan. Farz ayn ayyadı. Ammo ash farz ayn ado qilish to'saliq bo'ldigan, ziyon olib qilgan ish bo'lib qolsa, bu solihatning qatorida emas. Manfaatning qatorida emas, ziyon ish. Buni yug'ishtirish lozim. Inkor qilish lozim, to'sash lozim. Şu bir yerde ölümanlık o çıkargan bayanatı Uygurlarımız terörist demedi. Hata fikirden saklandı. Aşkulluktan saklandı. Milletki ziyan ekilişten saklandı. Bunu alimden kıldıgan mecburiyeti. Tutup kalgan ayal. Bunu ne desin ki? Bunu ne desin ki? Tutup kalgan ayal. Allah salamet kılsın dünyanın derdi olsa bizne endişik saldı. Ama çıkıradı nime onunla. Suriye'nin kanunu da bir yer kirişen hilaf turma kelsen tutup kalsanız uya gidin ben. Türkiye hükümet kafir deydigan bir ayalın birisi. Bir şahidi bilen aldım. Özünün yerine bu Erdoğançı ya hükümet doğruda bu kafir deyip çıkarıp etken bir ayal. Bu mesele oturgu çıkargan dağdum bakçılar keseline o sebebinin kirgini yok. O bizge ziyan. Bir Müslüman kardeşimiz olsun bir ziyan tattık. O ziyan. Lekin keseline 5 ayet. İşten 5 tekşiriz. Demek aşında bir kafiler başka cemiyet kardeşim kep kalması için onu ihtiyat kılış lazım. Özünki yol emeniş lazım. Mayada kanun xilaf kılışlar, baş ağrı kalışlar diye yerdim. Bunu saklanış lazım. Evet. Ama bu oturup çıkan, neçe çıkan fikirde birisi o tema girmedi. Neymiş kalsa özünün fikrini bazağı sanmak. Bizde doğru. Biz davadık adam. Ma Sharq Turkiston xalqi cihat yo'ldagi adam. Bu cihat yo'lda necha ming adam o'ldi. Bekadim bekağı. Uyadi bu yerda. Ziyan bo'ldi. Nurg'un iqtisod ko'ydi, nurg'un kuch ko'ydi. Ma ayolni qaytarilish bilan bu mu da'vo yo'ldagi bir kelgan bir ziyon.
Lekin 30 milyon odamning manfaatini tashlab qo'yib, bir odamning manfaat ko'targan siyosatda, shar'iy siyosatda mutlaq mavjud emas. U uni uyg'un kelmaydi. Ko'pdan ko'p rahmatni aytdi, yaxshi aytib berdi. Albatta, bu qarindoshlarimiz oxirida tunji qatim men ustoz Nazir u ayolning fikriniki qanday ekanligini tunji qatim bu yerda ekranda anglagan bo'ldim. Biz Hidoyatullohjon bilan o'tkazgan suhbatda bo'lsin, tungi suhbatimizda. Ya'ni xalqimizning ichida nurg'unlagan xalqimiz har xil fikrlarga, shu fikrlarga ishinib, shu fikrlarni kayindirib, ya'ni dunyoda inson xatolashmaydigan inson, qaymoqmaydigan inson yo'q. Biz masalanga cho'ng bir xatolikni o'tkazib qo'ygan bu yerdagi jamiyat tashkilotlar, ya'ni rasmiy hatto Turkiya davlatiga qarshi bir ish qilib qo'yib qonunning jazosiga uchirgan insonlar bo'lsa-mu, bu jinoyat o'tkazgandagi ishini qilsin, bu ko'gilgini ko'ribdi deb tashib o'tadigan ish yo'q. Qonuniy shaklda uningki yo'lini oxirgacha mangadiganligi hammamizga ma'lum. Ya'ni bu hargiz bu fikrdan biz unda qilgan bo'lsa yoki fikri bizning fikrimizga o'xshamaydigan bo'lsa, biz uning bilan ishimiz yo'q. U o'zining ko'gilgini ko'ribdi deb qaraydigan tashkilot yo'q bu yerda. Bu aniq bo'lib kelsin masala. Ammo inson bo'lish sifati bilan har xil fikr, har xil nimada bo'lishi mumkin insonniki bu narsa. Bunalqi o'lmalar birlik asla bu sababdan manda qilib ekan degandek bir tushunchaga o'yib qolmasin deb bu qo'shimchani qo'shib qo'ydim. Xo'sh, endi bugungi temamizga kirsak, temamiz biz xotirjam hayotga lug'atimizda, hadis oyatlarimizda hayatan tayyiba deb ifodalangan, o'ziga ergashgan, bu yo'lda to'g'ri mangan mu'minlarga Allohning ato qilgan yaxshi hayot degan bu hukmni biroz aytish uchun yaxshi hayot yaşamoqchi bo'lsa bir inson, biz tilimizga aran hayatan tayyibani shunchalik tarjima qila oladiganmiz. Buni asla albatta buni ishkillab kiramiz inshaalloh. Mushundan boshlasak, biz xotirjam hayotga erishishning sharti yaxshi ish harakat dedik hamda. Buni ham biz musulmon bo'lsakmi, musulmon bo'lganligimizning o'zi xotirjam hayotga ega bo'lishga yetmamdi yoki boshqa bir bu yaxshi hayot deganni biroz ochsak ham. Bismillahirrahmanirrahim. Asl to'xtalmoqchi bo'lgan temaga geçke boshlayman. Men bu temada bir oyat ustidan tahlil qilib bormoqchi. Bir oyatni izohlamoqchi. Xo'sh. Bugungi tema. Gerçi bu tema to'g'risida yoki men o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan oyat to'g'risida qanchilgan oyatlar bo'lsa-mu, ammo bir oyatni asos qilib bormoqchi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala men amila salihan min zakarin ev unsa ve huve mu'min felenuhyiyennehu hayaten tayyibe ve lenecziyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'malun. Kim iman aytib turib, birinchi shart ve huve mu'min. Musulmon bo'lib turib, yaxshi ish harakat qilsa, iman birinchi shart, ikkinchi shart bu odam hayotida yaxshi ish harakat shug'ullansa, bundan keldigan natija nimasi? Ma dunyoda hayotan tayyiba deydi. Yaxshi hayot yashaydi. Ko'ngildagidek bir hayot erishadi. Xotirjamlikka erishadi. İnsani fazilati bilan, insani hurmati bilan yashay oladigan aynda bir sharoitga erishadi. Falanuhyiyannahu keskinlik bilan da oshunda bir sharoitga erishtiramiz deb va'da qilyapti. Va lanadziyam am oxirat bo'lgan bo'lsa, qilgan ishi qarta yaxshi ish qilganlik uchun u mukofot, u ayrim bir mukofot. Bu Nahl surasi 97-oyat. Bu oyatga qarasak, Alloh taolo iymon aytgan va yaxshi ish harakat qilgan musulmonlarga ma dunyoda ko'ngildagidek xotirjam hayot ato qilaman. Oxirat bo'lgan bo'lsa katta mukofot va jannat beraman deydi. Va'dami o'tsiz va'da. Bu so'z kimning so'zi? Allohning so'zi. Qaysi bir insonlar, qaysi bir jamiyat, qaysi bir musulmon mushu so'zga amal qilsa, dunyoda ko'ngildagidek xotirjam hayotga erishamiz. Chunki bu Allohning va'dasi. Meningki yalim hech kimning so'zi emas. Alloh keskinlik bilan o'ttirga qo'ydi. Endi biz musulmon bo'lsa, alhamdulillah, ming yilning musulmon. Yaxshi qilib o'tamdik desa, hammamiz yaxshi qilyapmiz deymiz. Sizlar tashviqotda shug'ullanyaptilar, men islomni to'g'ri shaklda yetkazman deb nim qilyapman. Biz halol yo'ldan pul topaman deydi. Biz mush millatning ehtiyoji bo'lsa,
kuchim yetgan bo'yicha yordamlashay deb jarnak qurdi, o'lim olib olgan bo'lsam, xalqni to'g'ri yo'l yuzlantiray deb o'zligidan shakllanib ish qilyapti. Undan boshqa qarindoshlarimiz ish qilyapti. Musulmon yaxshi qilyapmiz, yaxshi qilyapmiz. Lekin ijtimoiy hayotimiz, siyosiy hayotimizda zulmdan qutlanmagan uzun zaman bo'ladi. Xo'rliqdan qutlanmagan uzun bo'ldi. Dard alamdan, endişeden, vesvesdan qutlanmagan uzun zaman bo'ldi. Bu vaqt çataq neydi? Ya ayet çataq var, ya ki bizde çataq var. İşkilini biz ayırış lazım. Kur'an-ı Kerim'de iman etsen, yaxshi hareket qilsan, dünyadaki hayatın ko'ngildagidek bo'ladi. Evet. Biz bunu qilsakmi bo'lmaydi. 100 yilimizni mustamlikadan qutlanmayapmiz. Beşimizni tik turib, odamiyligimiz bilan yashamayapmiz. Bu vaqtda ishkilimizni çataqlash lazım. Ya vahiyni xato chiqarishimiz lazım, yoki xatolikni o'zimiz qo'yishimiz lazım. Vahiyda çataq varmız, vahiyim çataq yo'q. Qur'on-i Karimning so'zi bu. Buning ma'sum ekanligiga shak yo'q. Unda u vaqtda çataq bizda bor. İman aytib turib, yaxshi harakat qilsaqmi o'zimizning gumonicha, yoki o'zimizning tushunsa, hayotimizdagi dard alam tugamagan bo'lsa, xo'rliq bitmagan bo'lsa, ma mustamlikadan iborat eng razillikdan, nijislikdan qutulanmagan bo'lsa, ya bizning iymonimiz çataq bor. Yoki amali solih, ish harakat nazariyamizda, ufqimizda çataq bor. Yoki hayot tayyiba, yaxshi hayot degan nima deb bu dunyo ko'z qarashimiz çataq bor. Üç narsaning bizda çataq bor. Bu ayet men amila solihan min zakarin aw unsa degan ayet Qur'oni Karimning bir bütün qisqartilmasi deyishga bo'lgan ayet. Qur'oni Karimning bütün mazmunlarini o'ziga sig'dirgan, mujassamlashtirgan bir ayet. İnsanning falsafa xarakterlik olsun bütün savollarga javob beradigan bir ayet. Bu ayet bizni hayot qaytadan bir nazar tashladi. Ma dunyo qarshingda bir Qur'onning ruhi asosini bir tuzatdi. Yaxshi ish harakat ufqini qayta bir qarab chiqdi. Güzel hayat nimadan iborat bunu bir o'ylandi. Bu ayet bizni Qur'onga qaytadan qarab chiqishimiz tashabbus qiladi. Qur'onga har qaysi taraf degan aqida tarafidan, ibodat tarafidan, axloq tarafidan, ijtimoiy jamiyatshunoslik tarafidan, siyosat tarafidan, davlat hukumatidan har tarafdan qarab chiqish tashabbus qiladi. Qayta o'ylandi. İzlendi. Dünya qarshini Qur'on tasavvuri asosida belgilab chiqdi. Dünya qarshini Qur'on tasavvuri asosida yakunlab chiqdi. Hayotga to'g'ri muomala qilishning asosini Qur'on asosidan oldi. Endi Qur'oni Karimning mush yuqori oyat o'ttirib qo'ygan dunyo qarshini tutib mangan insonlar, jamiyat yoki musulmonlar güzel hayat, xotirjam hayat shakllantiradi. Tarixdagi davlatlar musulmonlarning hayoti mustamlik tushib qolishi ilgari. Xo'sh. Pokit, musbakit. Ammo Qur'oni Karimning dunyo qarshini tutib mangmagan, yoki rad qilgan, yoki buni beparvolik qilgan, yoki buni tushungani unutmagan insonlar nima ish qilsin? Ma dunyoda ziyon tortib biz o'xshash. Xo'sh. Bu dünya ziyan taşını iş tükenimiz yok. Ahirette bunun cezası var. Hakikaten tutmamaganlar Müslüman durup ilahi ve hik emel kılmaganlıktan ahiret kançılık ceza kalımız Xudayım özü bil. Bazen de işte dünyada başka insanlar körep bakımına xorluqni gördük. Eğer ceza uçkuduk ahiret ceza tatılmayız. Ben işlenmeyim onu. Biz mesuliyetimizde ada kıldık mı milletçilikten ada kıldık mı bana cevap veriş lazım. Ne için başka insanlar netice kazandı, ne için biz netice kazanmayız? Başka insanlara okşaş iş kıldık mı? Başka insanlara okşaş imanımızda canlandırıp aktiflaştırdık mı? Akidemizde sus karışlar, ya hata göz karışlar, ya komünistlerin sepset nezariyeleri tamamen tazlandık mı millet nezariyesi? İslam buyurgan devletçilik nezariyesi, siyasi nezariye, iqtisadi nezariye, ictimai nezariyenin emniyet bir ürünü bak kılmadık mı? Çünkü bu dünya ceza atıp ahiret cezası. O kuruğu yapı. Ben işenmeyim o yapı. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani bir ayette ve adallahu allazina amenu minkum ve amilus salat la yastahlifennahum fil arz. Bu ayetin yukarı ayet takdir. Allah Teala iman etkan şirket. Şirketten içine ama
Fasatçılık saqlanğan, buzğunçuluq saqlanğan, xata ideyadan saqlanğan yaxşı iş hərəkətlər, salihat bizlem emas. Aqidik təvə emas, ibadet təvə emas, əxlaq təvə emas. Dünya hayatı insan tuğulub ölgən qədər aqlı joyiga bütün hayatı qaysi sada olsun, yaxşı hərəkətlə şuğlanğan madəm nima iş qıldısa, özüge mustaqil xo'ja bo'la oladi. Özünün dövlətini özü başqura, la yastaqlifannawni. Özü hakim bo'la oladi bu odamlar. Bu hakim bo'lishning sharti nima bo'ldi? Birinchisi iymon, jonliq iymon, ikkinchisi dunyoviy xarakterlik, millat muhtoj bo'ladigan, davlat taqozo qiladigan, vatan talab qilayotgan bütün yaxshilarni hozirlash. Bu yaxshi faqatlam 4 tal sadaqa bilan bu 5 namoz tugamaydi. Doirasi kengri bo'ldi. Birozdan keyin kiramiz buni. Kamastaqlafallazmi qilib, ilgir bo'lgan ishan buni. İlgirkiler qiyğan deyil. Veli yumakkinenam dinamumlaz irtidalam. Dinini xatircem yaşayalaysın. Din insanın insanlıqını qoğdaydıgan bir nəsi. Din insanını ademdek tutup durduğan bir nəsi. Şunun için İslam dini qoğdaş birinci orunu qoyaqlıq. Canını aldı qoyaqlıq. Bəzəli canını aldı deyip köpçülük alımlar canını aldı durdu dini. Nimiş kız ademni adem qılın. Nimiş ma komünistlerde ademiylik tapqınılmaydı. Nimiş ki insanperverlik degan ma Yahudildi ba, Hristiyanlıldı ba, yanımızda tapqınılmaydı dese din yok ma məl oldu. Ademiylik sübət yok. Cadaq aşağı çıxır. Mana vel yumakkinenlam dinav Allah Taala tallab bergen dinde xatircem ibadet qılalaysan. Aşart əməl qilsan. Ve la yubaddilennahum min ba'di khawfihim amna. Ma qo'rqincha hozirqi, ma endişe, ma vesvese, ma dert alamning hammasi tugaydi. Xatircem hayat keladi. Oyatning hukmi mening so'zim emas. Şartım bo'ldi. Ya'budunani va la yushriku. Aqidi sağlam ibadet qilish. İmanı joyida ibadet qilish. Bu imanni kallasi bilib qo'yib, iştüdü emas, yoki mening ko'nglim yaxshi bo'lgandikin bo'ldi emas. İctimai hayatida, siyosiy hayatida, iqtisodiy hayatida, fikriy hayatida, tasavvur hayatidami? Aqidining ruhi bilan yashay olsa, shartmish. Yani qaysi odamlar bu ko'rsatma kelmasa, buning parvosizlik qilsa, oyatning hukmida va man kafara ba'da. Kim buna ishonmasa yoki beparvolik amal qilmasa, buning natijasi faulagun fas. Pas qo'ygan kim dunyoda tatadigan va buni oxiratda tatadigan. Xo'sh. Endi biz o'ta ishlaydigan qisqaroq bir gap. Bu oyat 6 turli qoidamizga o'tirib qo'yibdi. Birinchi insoniyat hayoti ya bir jamiyat hayoti deydi qisqartib, bu ayoldan tarkib topadi. Chunki min zakarin aw unsa. İkincisi ayollar ish harakatda olsun, mukofatda olsun, jazoda olsun, hatta Alloh bilan aloqada bo'lib qolsin, o'xshash. Uchinchisi ish harakat ayollarning ish harakati o'rtaqdir, mukofot va jazoni o'rtaqdir. Ayollar bak jazo olib aksini ustidan kirish qilib, unda qay yo'q. Jannatchisi o'xshash kirdi, do'zax kirsimi, ayollar aloqasi yo'q qo'yadi. Ish harakat va ajrlik barobarlik nimani taqozo qilsa, hamkorlashni taqozo qiladi. Mesela bir aileni misal alaylik. Men zakarim va unsa. Bir ailede hayatda bir xotirjamlik bo'lsin, ko'ngil rahat bo'lsin, bosh og'riq bo'lmasin, axotlar bir so'qishab qolmay, bir qiyinchilikda bo'lsin, bir chiroyli o'ssin desa, nimalar shart qilyapti? Birinchisi bir iymon bo'lsin. Allohdan qo'rqaydi. Majburiyatni ado qil, o'zining haqqini beradi. Shunga ayoliga zulm qilmaydi. Ayoli bo'lgan bo'lsa, eriga zulm qilmaydi. Ma'u kichik hayotning misoli bo'lgan bo'lsa, endi jamiyat bir millat, bir devlet, bir vatanga nisbatan millatning hammasida bir hamkorlik holati shakllansa, endi bu hayotda yib. Lekin har birimiz mustaqil podshoh bo'lib olsak, har birimiz o'zimiz xohlagancha yo'lga kirib olsak, hayoti tayyib kelam bo'lsa, iymon bo'lsin, amal asosi u kelmaydi. To'rtinchisi, ayollarning har birisi xotirjam bir hayotga, ko'ngildagidek bir hayotga erishish uchun har birisi o'zining ustiga tushgan majburiyat to'liq ado qilish lozim. Kishi ado qilib bu mas'uliyatni ayol kishi qilib qolsa, yoki ayol kishi ado qilib kishi qilib qolsa, yoki jamiyatning bir qismi ado qilib qolgan qismi g'ofil, ya'ni bir joyda yurgan bo'lsa, hayotda bir shakllansa, u shakllanmaydi. 5-qoida bu oyat bilgan, ma dunyoda xotirjam yassak, paravan turmush kechirsak, yaxshi hayot kechirsak, oxiratda biz erishmoqchi bo'lgan savobni 1% kamayib o'tmaydi. Oyatning hukmi. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Oxirat mukofoti va najziyannahu. Ma dunyoda yaxshi yasa, oxiratda uning savob kamayib ketamish, jannat to'valib unday gap yo'q. Oyatning hukmi. 6-si iymon, yaxshi harakat va jamiyat orasidagi hamkorlik, yoki tashkillik harakat qilish bu go'zal hayotning
şart. Bu birinci sorun cevabı. Güzel içip verildi ama şu azırak çılgımı elinde sından bir kıstırılan ötüp ketip kaldı. Nurgun insanlar hem şu bu dünya diyen müminin ki dozakı kafirinin cenneti. Bu dünyada şundak bu hayat diyen herkes İslam diyen gül bostallık bilen emas tikellik nurgun şundak kıyınçılıklar bilen bulduğun gep dep şundak bir düşünceler var hem de. Bu ne mesela hayaten tayyiben bu hatircem emmenası paravan şekilde yaşaş hayatı olan bu ikisini qanday düşünüş gerek? Bu dünya mümininki dozaq emas. Ya turmusu emas. Allah Taala ata qilgan büyük bir nimet insan. Allah Taala insanı ma dunyoga mening izbosarım degan yuqori maqomni sharafni berib tushirdi. Ma turmoq deb sen azaplan demedi. Lekin sinayman dedi. To'g'ri yo'lda mansang mukofoting va xato yo'lga kirib qolib qolsang jazo qilsa sinayman dedi. Ammo sening supating bu yerda istiqlab zaminni idora qilish, boshqarish, gullantirish sening mas'uliyating. Ibodat mana shu yo'l bo'yicha bo'ladi. Bu oyatning hukmiga asosan oyat bor. Istamvastaamarukum fiya boshqa hadislar. O dunyo mu'minninki turmusi emas. Endi ba'zi mush to'g'risida hadislar kelgan bo'lsa, bu to'g'ri tushunish lazım. Bu qanday gap desa, bu faqatlam dunyoga birilib ketgan. Dunyo uchunlam yashaydigan, ma dunyo yoritilishni g'oyasi unutib qolgan, ya yaratqushni to'nig'ini unutmagan odamlar qatilgan. Qandaqdir bu yerda bir inson Robbini to'nigan bo'lsa, dinini bir butun tushunib, kuchidan yetishcha tatbiqlab mangayotgan bo'lsa, shaxsiy va ijtimoiy hayotida u har qancha millioner, milliarder bo'lib yashagan bo'lsin, yoki kunlarning birida bir sulton, podsho bo'lib yashagan bo'lsin, agar to'g'ri yo'l bilan ish qilgan bo'lsa, pulni haloldan tap, halolda sarf qilib ishlatgan bo'lsa, uning hisobot oson bo'ladi. Qandaqdir ba'zi hadislar deyilgandek, boyningki jannat kirmiki xuddi to'ganing yig'nining to'shkidan kirish ta'siri qildi. U xato yo'ldan topgan, jazonidan pul topgan, haromdan pul topgan, qo'yibsa pul topgan. Qartilgan gap. Hokimlarning o'zi mustabidlik qilgan, zulm qilgan, tajovuz qilgan, o'zining shaxsiy manfaatini qilib qolsa, buni mutatilgan. Ammo bir inson to'g'ri yo'lda bo'lib qolsa, bu dunyoda xotirjamlik, bayoshatlik, omonlik bo'lib qolsa, bu islomning insoniyatga taqdim qilmoqchi bo'lgan. Islomning nimasi? İnsanı dünya ve ahirette baxt saadetga erishtirish uchun kelgan dedi. Islomdan to'nishtirish mushumi shu emasmi? Bu baxt saadet faqatlam oxirat qartilmaydi. Ma dunyodami? Dunyoda nima uchun bir odam ko'ngil rohat bo'lsa, Robbini to'nib yassa, qarindoshlari bilan xotirjam yassa, o'zidan amin bo'lsa, mol mulkidan amin bo'lsa, e'tiqodidan amin bo'lsa, avro amin bo'lsa, ne putlish? Dindan maqsad shu emasmi? Din shuni himoya qilish uchun keldi emasmi? Şoň bir ýerde bu dünya göz qarşymyzyny tüzetmey turup biz ahiret netije kazanmayız. Bir bölük alimlerimizden, bir bölük emas hal köplegen alimlerimizin sözü var. Dünya göz qarşymyz bilen çapdaq. Ma dünyada netije qılmay, netije kazanmay turup ahiret netije kazandygyny bilmeýdi. Mesela özümizde qogdaýanmadyk. Ahiretde hisabat barmydy, ýokmy bizden? Mesela bizni misal galayly. Bizning usul mas'uliyat barmyz, tagdak mas'uliyat bar. Ma Türkiýelikdeki ma qarindaşlarymyzyň üstünde ýok mas'uliyat bizde bar. Şudan emas. Elbette. Ma haknyň özüniň bir wetini bar. Özüniňki hürmetini qogdaglyk, muqaddaslaryny qogdaglyk, jenini qogdaglyk, obroýny qogdaglyk. Amma biz qogdaýalmadyk. Demek bu mas'uliyetki münasibetli mesele. Şirketki münasibetli mesele. Şu ma dünya ufkumymyzda netije kazanmay turup, men ölsem cennet kirim. Şudan ölgeniň toğry ýoly ne? Toğry ýolda boldymy? Büyük gaýy üçin boldymy? Ýa-ki mas'uliyetden kaçıp asally ölüm ýolunu tanlap aldymy? Any bir aýryş lazım. Toğry. Köpden köp rahmet. Hakikaten şu sözmü hadis mi oldu? Cennet sijnul mu'min ve cennetul kafir diýen. Ýa-ki bir nimle ma'surlardan boluşy mümkin. Muşu näsigemi bir qancha ýa-da bir näse kögellik isimde var. Bir Yahudiymi bir çoğun bir İslam aliminin qaşığa kilip muşunu kilip naiti kembagal aciz şu aran cenni bakılgan şundaq bir veyran yurduğun bir Yahudi eken demdi. Sizlerden şu bir günü Müslümanların aliminin ki şu kadar salapetlik, isil süpet, pakiz, bay aşında tuğalığını
bir kuni shuning qashig'iga kelib, sizlarning dininglarda shundoq tursamdi. Men sana nisbatan kafir. Mening bu holim qarab baqqan, sizningki holim qarab baqqan. Bu zid gap qoldi-ku bu deb degan vaqtida uni tushuntirib shuna degan gapni aytbek ko'nglimga yoqqan bu gap. Sana nisbatan deyl o shu tushuntirishda xulosa qilib aytgan vaqtida mening bir mu'minning dunyoda eng isil hayot yashagan bo'lsa-mu, uni kutib turayotgan jannatdan iborat Allohning beradigan anınğa seliştirgan vaqtida bu mu'min xuddi ma chiqib ketolmay qolgan turmaning ichida qolib qolgan inson o'xshaydi. Chunki uning oldidagi jannat buyuk ne'matning oldida dunyodagi eng katta yashayotgan mu'minmi xuddi turmadak yoki bo'lmasa uning selishtirish mumkin emas-da hamda. Ammo dunyodagi yer yuzidagi eng ig'ir azobni chekib, ishning kunni ko'rib yashayotgan kafirmi, uni kutib turayotgan azobdan iborat jahannamga selishtirgan vaqtida jannatul kafir. Ma dunyoni jannatul kafir desak, oxirat ishilmagan oxiratda mukofot bo'lmagan deyildi, u jannat yo'q kafir. Oyadagi jahannam selishtirgan vaqtida mushadagi eng ishning kunni ko'rayotgan kafirmi, xuddi jannatda yashayotgandek bir hayot yashayotdi bu dunyoda deb buni tushuntirib qo'ydi ekan hamda. Buning bir qistirma hamda. Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan islom nanki fikrini yoki maqsadni xulosalag'an vaqtida insoniyatni baxtga erishtirmoqchi edi. İnsoniyatga yaxshilikni taqdim qilmoqchi, ziyon ofatlarni insoniyatni to'sab qolmoqchi deb islom tushuntirgan. Endi biz islomni taqitishda bizning dunyoligimiz xarob. Xo'sh. O'zimizni qovdiyolmagan, iqtisodimiz tayini yo'q, davlat ufqumimiz taxi yo'q, ijtimoiy holatimiz parchalanib ketgan, bir-birimiz bilan petishamagan mushuna turliq islomni boshqalar qanday tonitamiz? Qanday da'vat qilamiz boshqalarni? Bu islom ulgu bilan, namuna ulash bilan taqaydigan birdi. Qilich bilan emas. Xo'sh. O'zimiz texnikani oldiga mang'alasa, siyosatda to'g'ri yo'lni taqdim qila olsak, dunyoviy tinchlik islomning dunyoviy tinchlik nazariyasini o'ttirib qo'yar, amaliy kuchimiz bilan shuni qila olgan bo'lsak, bugungi dunyo ma'ofatdan qutulgan bo'ladi. Dunyo tarixini ko'rilib boqmagan va million insonlarning o'lib ketayotgan holatga to'salg'og'ini bo'ladi. Islomning dunyoviy tinchlik nazariyasi. Nazariya ba'mudizba, prinsip ba'mudizba Qur'onda, sunnat. Ammo buni tatbiq qilganda, bunga igi chiqqanda kuch yo'q musulmonlar. Hakimlar qarshi ko'pinchisi o'g'ri yoki g'alcha. Demak, o'zimiz kuchlanmay turib, texnikada kuchlanmay turib boshqalarni jalb qila olmaymiz. Siyosat kuchlanmay turib to'g'risi ma'u deyolmaymiz. Iqtisod kuchlanmay turib boshqalar yordam bersigini. U qanday musulmonlar qanday o'lganda qiynalmaydi. Demak, biz dunyoda natija qozonmay turib, islomdan boshqalar to'g'ri shakldami anlatolmaymiz, tashviq qilolmaymiz. Oxiratda u mas'uliyatni ado qilolmaganlar yetkazolmaydi, hisob tortishimiz mumkin. Xo'sh, shu ayol masalasini abay so'zlab o'tdi. Uning shariatda berilgan taklif, Allohning dargohidagi buyurilgan iymon etish nurg'un masalalarda o'xshash ekanligini bilamdi. Ayollar shu mas'uliyatni ijro qiladigan ishlardami o'xshash barobarmi? Islomda ayollar qarsak, boshdan so'zlagan vaqtimizda aqida musulmonlikning eng bash ochmish. Aqida bo'lsin, ibodat bo'lsin, axloq bo'lsin, shariat bo'lsin va boshqa ijtimoiy tuzumlar bo'lib qolsin, mushu ko'rsat bilan bilishda ayol o'xshash taklif qilindi. Islomning aqida qismini bilish, kishi qanday farz bo'lgan bo'lsa, ayol kishi o'xshash farz. Axloqliq bo'lish yoki axloq ahkomlarini bilish kishiga qanday farz bo'lgan bo'lsa, ayol kishi shunday farz. İtaat qilish o'xshashlar farz qilindi. Amanu degan so'zi bilan mayli kishi bo'lsin, mayli ayol kishi bo'lib qolsin, o'xshash bu hukmga. Buyruq tan keldi, unda bo'lganki, buning berilgan savob tang belgilangan. İnsani hürmete, mayli olsun, ayol olsun ve insani huquqlari o'xshash kuchga ega bo'lsa, inson bo'lish e'tiborli o'xshash kuchga ega. Çünkü Qur'on-i Karimda ayollarning huquq majburini bayon qilib, "Valahunna mislullazi alayhinna bil ma'ruf." Ayollarning o'zida qanday mas'uliyat bo'lgan bo'lsa, ularning oladigan o'xshash huquqi bor. Gerçi tabiatidan o'xshamaydigan taraf bu ayrim bo'lsin. İslam meydan kelgandan tartiblan ve ayollarningki huquq majburiyat o'xshash ekanligini oldin burun e'lon qildi. Kishi
üstünemiz. Yak mecburiyette yani bizden tövenemiz. Ayal hukuk mecburiyet okşuş. İslam meydan kelgen tatiplam ayallarınki insan işkelligi, anamız işkelligi, ağaçımız işkelligi, ayalımız kızımız işkelliginden ibaret. Oğallar okşaş bir küçük ege, şeref işkelligini mi? Allah bunun ilan kıldı. Şuna olsun, ayal olup kalsın Kur'an-ı Kerim'de el mu'minune vel mu'minat ba'duhum evliyallah. Mümin erler ve mümin ayallar birbiri igi çıkalaydı. Kishi müminler igi çıkıp ayallarının salayet yetmeydi demek. Okşaş derecede koydu. El muslimine vel muslimat vel qanitine vel qanitat. Müslüman okşaş hükümdür. Şuna qaysi bir ya qaysi bir ayal kishi bo'lib qolsin, iymon etgan holatida yaxshi ish harakat qilsa, o'xshash savob ko'rishadi. Masalan, namoz misol olsa, kim namozni joyida o'lchamlik o'qisa, kishi o'qisimi o'xshash savob ko'rishadi. Ayol kishimi o'lchamlik o'qisa, o'xshash savob ko'rishadi. Ya ayol kishining savobi to'van dedi. Bunday hukm yo'q. Gerçi jamoat bilan o'qigan namoz, kishilarimiz bitta 25 daraja oshirgan bo'lsa-mi, ayollar o'lchamlik o'tirib o'qisa, yana aj darajaga erisha olamiz, Xo'sh. Agar chiqib qolib qolsa, o fazilatga ayrim erishadi. Chunki musulmonlik mas'uliyatlarda ayol o'xshashimiz o'xshash. Unda bo'lgan chaqda erishadigan savobdimi? O'xshash. Mas'uliyat o'xshash bo'lganki savobmi? O'xshashimiz o'xshash. Endi qarasak, erlarning tabiati bilan ayollarning tabiati bir qanchalar nuqtalarda o'xshaydi. U aniq ismda yo'q, 16 mi 17 mi deydigan bir gaplar bor-da. Ba'zi taraflarda o'xshamaydi, kishining xarakteri, ba'zi taraflarda ayollarning xarakteri o'xshamaydigan taraf bor. İsimli kaç 16 noktada o'xshash xarakterda, 16 xarakterda o'xshamaydigan. Hamda kishining xarakteri bilan ayol kishining xarakteri o'xshamaydigan yerda, kishining mas'uliyatini ayol kishi yuklab qo'ysa, o'xshamaydigan tarafda ayol kishi zulm bo'ladi. Hem ayol kishining xarakteri uyg'un keladigan ishlarni kishi yuklab qo'ysa, kishi zulm bo'ladi. Masalan, misol olaylik qisqacha. Bovoq bolalarning baqish masalasini misol qilaylik. Ayollarga nisbatan bir rahat bir masala. Xushallik masalasi. Bu vaqt tug'ilgan bolani baqish. Ammo kishiga nisbatan u mas'uliyatni yuklab qo'ysa, eng og'ir murakkab masalalar. Tabiat masalasini uyg'un kelmagan. U faqat baqish bersin deganlik emas. Lekin uniki nurg'on jafolarni davom misal qasq masalani. Buni qarta, ya'ni qisqacha degan vaqtimizda belki bunu desek ba'zan oyat misol keltirish mumkin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bu oyat bosh ustimiz. Biz ayollar huquq majburiyatda o'xshash degan vaqtimizda hamma o'xshash deganlikni ko'rsatmaydi. Ba'zi ortiqchilik qiladi. Masalan, sizning ba'zi yerda ortiqchiliklari bor, menda yo'q. Ba'zi yerda mening ortiqchiligim sizda yo'q. Kishi olsam farq qilamiz. Shunga o'xshash bu ayollar orasidami qisman farq bor. U nimasi? Oila kichik bir jamiyat. Bu kichik jamiyatni idora qilish yoki uni mudirlik qilish mas'uliyatini Alloh taolo kishiga topshiribdi. Bunun albatta nurg'un hikmatlar bor, to'xtalmaymiz. Masalan, kishi qarasak biroz so'g'aqqan keldi. Ayol kishi hissiyatchan keldi. Kishi qarasak bir ishni qilishda bir qadam oldinmas, bir qadam keyinga qarab ish qiladi. Ayol kishi bir ishni qanoatlanib qolsa, qiziqib qolib qolsa, ko'z ko'rmaydan bo'ladi. Shuning uchun hadis sharifda payg'ambarimiz ayollarningki bu qobiliyatini bir yerda tushuntirib, qayta chaqchaq qilgan aqli namoz o'qimaydi, ya aqli kam degan yerda o chaqchaq tariqasi deyilgan. Qanday masxir qilish tariqasi emas. Ayollar to'van tushirish tariqasi emas. Mana men degan erkaklarnimi degan yerga ekilaydigan qobiliyat ayollarda bor emasmi deb ayollarni u yerda maqtagan. U ortiqchilik kishi yo'q. Shu bu yerda kishi oilaning bir mudir bo'lish sifati bilan o'ziga yuklangan oilaning kishilar avlodlarning aqidasi, ibodati, axloqi dunyo qarshidan mas'ul. Shundaqla oilaning iqtisodiy chiqimlaridan va sirtqi ishlardan mas'ul. Ammo ayol kishi bo'lgan bo'lsa, yana ham aqida masalasi. Davomli ota-onasi uyda, dadasi uyda olmay chiqib qolmaydi. Balaning axloqi, balaning madaniyati, tili, urf-odati deganga o'xshash, ma turli taraf eng cho'ng mas'uliyat bu yerda kimga bakrak yuklandi bo'lsa, ayollarga yuklandi. Bu ayollarning orasidagi xarakter farqini o'xshamaganlik. Keyingi temalarda islom va ayollar yoki islomning ayollarga bergan huquq degan temalarda bu vaqtda taxmin ko'p ayrim to'xtalamiz. Xo'sh.
Biz yaxshi hayotniki hukmlarini ichiyotimiz, hayatan toyyiba. Buningki bir shu go'zal hayotning tarazisi, mezoni nima desak, biraz aytsak. Güzel hayatning o'lchimi. Yuqorqi oyatninki ko'rsatma taqozzosiga asosan birinchisi iymon dedi va huwa mu'min. Xo'sh. Iymon. Iymonning qanchalik? Taroziga bir sappaq o'zing o'lchim. Iymonning nadisi birinchi shart. Ening keyin ikkinchi shart. Güzel hayat, iymon va yaxshi sharkat asosi insonning ichki dunyosini sirtqa tepadigan bir omil. Bu sirt bilan kelmaydi. Masalan, bir odam chiroyli kiyinishi mumkin, lekin ichki dunyosi xarob bo'lishi mumkin. Bir odamning turmushi iqtisodiy farovon bo'lishi mumkin, lekin ruhiy ikkilanishli bo'lishi mumkin. Masalan, misol qaraylik. O'sha Turkiyada yashayotgan qarindoshimiz, ba'zi millionlar boylar bor, lekin tuqqanlar bilan ko'rishaolmaganlik, vataniga bo'lgan seg'inishlari bilan xotirjam holatni baxtga o'zi qilam desa, naq pakt oldimizda turibdi yo'q. Balkim bir nomard inson bo'lgan bo'lsa, musulmonlikdan voz kechgan bo'lsa, qarindoshligimdan nima ko'rim deb dindan chiqib ketgan bo'lsa, qanday bo'lmasa, bir musulmondachi tuyg'usi bo'lib qolsa, hargiz unda tuyg'u bo'lmaydi. Ya'ni qalbining bir yerining yor ekanligi, shu insonni bilib turibdi. Güzel hayat bilishimiz kerak ki, bu her bir müminning g'oyasi mana. Nimishqa Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati. Dunyoda mu xotirjam hayot tilaymiz, oxiratim xotirjam hayot tilaymiz. Har bir müminning g'oyasi. Qur'oni Karimning insoniyat taqdim qilmoqchi o'g'ini nima desa, dunyoda va oxiratda baxtli qilmoqchi. Güzel hayotni ular taqdim qilmoqchi. Nima asosdasa iymon ve yaxshi harakat asosi. Güzel hayatni qo'lga keltirishning o'lchimi birinchi bo'lib jonliq iymon muhtoj. Nazariya iymon bilan hal bo'lmaydi. Ya mening ko'nglim yaxshi edi deb hal bo'lmaydi bu narsa. Bizning kundalik hayotimizda, istilimizda, yeb ichishimizda, o'tirib qolishimizda, so'zlashimizda, rais bo'lishimizda yoki fuqaro bo'lishimizda, yoki zavod, fabrika yoki maktablarning hamma yerda iymonning ruhi, iymonning taqozosi ta'siri namoyon bo'lsa, bu iymon esqatadigan iymon. Bizda güzel hayotga ekalariligini ma'lum. Her bir ishimizda Alloh taolaning sifatlarining taqozosi bo'yicha ma'nolasa, eninken esqatadigan iymon. İkinci birisi millet xarakterlik umumimizlik amali solih otlanish. Mesela milletning 30% yaxshi odamlar, yaxshi qildigan odamlar, 60% fasiq, ishpiyon, jasus, satqon, g'ayvatxo'r yoki yana bir nima bo'lgan bo'lsa, bu millatni yomon odamlar tatib ketamiz. Ma millat xafalıqdan qutulamiz, güzel hayot qilishimizda birinchi jonliq iymon ega bo'lish, ikkinchisi millat xarakterlik hamma odam yaxshi ish harakatga otlanish lozim. Bu yaxshi harakat biroz to'xtalamiz, buni kichikgina bir iskonga doiraga cheklab qo'ysak bo'lmaydi. Xo'sh. Bu yaxshi hayotga erishadigan insonlar yaxshilarni ko'p qildigan. Yomon, ziyonliq o'ziga bo'lsin, jamiyatiga bo'lsin, millati, vataniga bo'lsin, ziyonliq ishlarni saqlanadigan inson. Bu insonlarning nazarida yaxshi ishlar kundan kuniga eshib bordi, yaxshi qilganlar nazarida yomon ish kundan kuniga ozaydi. Bugun bilan atis o'xshash bo'lmaydi bu odamlarning nazarida. Ma oyat qo'ygan o'lchamdi. Yaxshi bo'lgandan keyin cho'qon bu yaxshi ish, yomon ishdan bizni bosirib mangdi. Birini yug'ishtirib mangdi, birini tozalab mangdi. Menda bir passiv mijoz bor, passiv bir mijoz demaylar, odat va deydi, ya kasal. Bu narsa men tuzilmay qolib qolsam, amali solih samimiy bo'lmaganligini, iymonninki samimiy emas, balki soxta bo'lib qolganligini ko'rsatdi. Biz iymon samimiy bo'lsa, ish harakat joyida bo'lib qolsa, kasalni cho'qim davolaydi. Xuddi dorisi inson saqlagandek, ma dori bilan saqlash lozim. Kasal tugmadi demak, u odam iymonini qayta tekshirishi, amali solih hukmini qayta tekshirishi lozim. Nima ish qiladigan vaqtda, chunki sog'lom qalbga ega inson biror gunoh sodir qilib qolsa, xuddi hadisda deyilgandek, xuddi tog' tushayotgandek beshida xatar ishida qolganligini his qildi. Qalbi sog'lom bir odam bir gunohni qilib salsa, yoki shaklda yoki ijtimoiy shaklda og'ir bir xatar ishida qolib qolganligini his qildi, darhol to'g'ri yo'lga istig'for tavba ko'zlandi. O'zining xato yo'liga kirib qolganligini his qilgan inson baxt yo'liga xotirjam hayotga qadam qo'ygan inson. G'ofil yurayvergani shu. Dötlashib qolgan, yo galvanlashib qolgan, yoki bugungi atisdan farqi yo'q ketavergan inson bo'lsa, bu hayotga erisholmaydi. Chunki Qur'oni Karimda Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub.
Allazina iymon aytganlarning qalbi xotirjam dedi. Qalbi to'q bo'ladi. Qalbida endişe, qo'rqincha u narsa yo'q bo'ladi. Nima ish qilsa, bular bir qo'rqinchiga, bir endişe kelib qolsa, Allohni eslaydi. Ma koinotni yaratgan zotga ishonadi bo'ladi. U zotning qudratiga ishonadi, bilimiga ishonadi, hamma narsa ko'rib turayotganligi ishonadi, ham bir ishni hikmat bilan taqdir qildiqi ishonadi. Bizni buyurgan har bir ishning o'zimizning manfaatini, foydamiz ekanligiga ishonadi. Shuning uchun buni ko'ngli xotirjam. Shuning uchun umid var ol. Yani bugünkidek mush ağır musibatdan qutula olaymiz degan odamlar iymon va odamlar. Allohga ishonchi va odamlar. Bu yerdagi qalbi orom topadigan qalb qanday qilamiz? Har zaman Allohni eslaydi. Nim bilan eslaydi? Qur'on tadabburi bilan. Qur'onni zikr qilish bilan, Qur'oni Karim o'qish bilan, Qur'oni Karim mulohaza qilish bilan. Bir zikrlardan maqsad, yani Qur'oni Karim maqsad. Qalbin rohat topqizdigan eng chong amel Qur'onni ko'rsatmasiga bo'lsin. Qur'onning yo'l yo'riqi bo'yicha mangdi. Ammo Qur'onda yiroqlashgan, yoki uning tuzkorlik qilgan, yoki uni unutib qolgan bu odamni olib qolsa, bu odamning hayoti va dunyoda nihoyat og'ir. Tasavvur qilolmaydigan, endish ichida, qo'rqinch ichida, dard alam ichida. Çünkü Kur'an Kerim'de ve men a'rada an zikr. Zikirden maksat Kur'an Kerim. Çünkü Kur'an'dan yol yo'riqqa ko'rsatmiz bo'ysunmasa, kemmasa yoki e'tibor olmasa, buningki qoladigan kuni gam endish qoladi. Dard alam qoladi. Siqinch ichida yashaydi. Bu güzel hayotning tarozisimiş. Xo'sh. Haqiqatan dinimizda shu butunlay oyatlarda bo'lsin, nada iymon kalimasi tilg'ilgan vaqtida allazina amanu iymon etgan kishilar degan hamon orqasidan darhallam va amilus solihat yaxshi amallar deb buni tilga oldi. Mush yaxshi ish harakatlarning doirasini biroz nimalarni o'z ichiga olganligini. Endi bizning dunyo qarshimizda iymon haqida qisqacha to'xtaldik. Ikkinchisi shu yaxshi harakat qaysilarni o'ziga oladi. Men bir o'zimni yaxshi odam deb o'ylaydigan bo'lsam, qanchalik o'lcham bilan, qaysilarni qilish bilan yaxshi odam bo'laman degan bu masala o'ylanish to'g'ri keladi. Ham Qur'oni Karimning ko'plagan oyatlarga qarasak, iymon so'z bayon qilinsa, yaxshi harakatdan bayon qilinadi. Amin va amin salih. 50 necha yerda bayon qilinadi. Iymon harakatdan ayrilanmaydi. Bu oyat nimani ko'rsatib turdi desa, İmanın yaxshi harakatdan ayrilanmaydigan ko'z. Demak, bir odam musulmon desa, o'zini mu'min desa, o'ni odamda nima topilish lozim, qanday xislat, qanday sifat desa, yaxshi harakat topilish lozim. Buning asosan yaxshi harakatda ayrilib qolgan nazariya xarakterlik iymon bu o'lik bir iymon. Chunki iymonning talabi, iymonning taqozosi yaxshi harakat qilish, amal qilish. Ham yaxshi harakat deganimiz bu dinimizning ko'rsatmasi bo'yicha Meyle dünyalıkımız təvə olsun, meyle ahiretlikimiz təvə olsun, dinimizin ko'rsatmasi bo'yicha insonning qilayotgan ishlarning hammasini o'z ichiga oldi deyamiz. Buning doirasi yomon ekan. Yaxshi harakatlarning doirasi ekan. Masalan, hayot sohasidagi turli ish harakatlar, insonning tasavvurlari, fikrlari, harakatlari, ilmiy emgaklari, ijtimoiy harakatlar, siyosiy harakatlar, iqtisodiy gullanish, millatning, xalqning, musulmonlarning manfaati uchun tashkillanib harakat qilish, bularning hammasi yaxshi harakat, yaxshi harakat. Ham bu yer qisqacha qilib aytgancha xulosalasa, Allohning roziligi maqsad qilingan, ko'zlangan, shariatga zid kelmaydigan, musulmonlarga yoki insoniyatga foydali olib kelgan ish harakatning hammasi bizning dinimizda bu amali solihning qatoridan deb qaraladi. Yaxshi harakatning qatoridan deb qaraladi. Yaxshi harakat demak, jamiyatda kishilarga yoki insoniyatga foydali bo'lgan har qanday ishni o'z ichiga oladi. Yaxshi ish harakat qilish musulmonning obrazi ma'noda qilmaydi. Yaxshi ish harakat qilish musulmonning obrazi. Nima ish qilsa? Chunki musulmonlar insoniyatga yoki boshqa insonlarga yaxshilikni taqdim qilish uchun kelgan bir millat, yoki ummat. İnsaniyatni balog'at qilish uchun emas. Yoki insoniyatni xarob qilish uchun emas. Yoki qarab turib uni do'zax o'tiga dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin ittirish uchun emas. Insoniyat ma dunyodan bir yaxshi yozsa, oxiratdami yaxshi bir yozsa ekan, xotirjam hayot erishsa ekan, ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara deydigan ma'qul ruh bilan yashaydigan musulmonlar. Ham to'g'ri yo'ldagi ish harakatning hammasidan ibodat sanalgan. To'g'ri yo'ldagi, ya'ni Allohning rozi ko'zlangan
shariat cheklagan emas, ya'ni shariat cheklanmagan ish bo'lib qolsa, hammasi yaxshi ishlarga sanalganligining dalili Qur'oni Karimda va qul ya'malu. Fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minin. Qur'on bu yerda ish qilinglar dedi. Keyin demak, qaysi doirada ish qilamiz deganni deb berdi. Faqat aqida bilan deb qo'ydi. Yoki ibodat bilan demadi. Yoki axloq bilan demadi. Yoki siyosat bilan demadi. Yoki iqtisod bilan demadi. Yoki yakka ya kollektiv. Ish qildi. Hamma doirada ish qilsan dedi. Sen bu dunyoga keldingmi? Bu dunyodagi o'zingning vazifangni ijro qilish uchun hamma doirada ish qilsan. Bir odam ilmiy sohada ish qiladi. Bir odam siyosiy sohada ish qiladi. Millat muhtoj. Bir odam iqtisodiy sohada ish qiladi. Bir odam maktab ochadi. Birisi masjid ochadi. Birisi tadqiqot bilan shug'ullanadi. Birisi jang qilib millatni qo'g'daydi. Birisi texnika yoritadi. Demak, ehtiyoj nima bo'lib qolsa ish qildi. Buyruqmisiz buyruq. Bu oyat er olsun, ayol olsun, yakki shaklda olsun, kollektiv shaklda olsun, ya'malu degan buyruq bilan ish qilish buyruq. Emgak qildi. Xo'sh. Xizmat qilish, ish harakat qilish ro'yi bo'lsin dedi. Yana keyin yoshlik vaqtini qilib qirg'ancha armal demadi. Yoshlik vaqting demakkan, o'ttir yosh vaqting demakkan, bu bo'y olib ketsan qildi. Chunki oyat manchilik vaqtida to'xta demadi. Ba'zidan 40 yoshga kirgancha vaqt bakatirib o'qinglar, bilim oshiringlar desa, endi o'tib ketibdi. Undaqa ish yo'q. Odam aqli joyida bo'lsa, yem-kishmakdan o'tib ketmagandikan, yem-kishmagiz to'xtab qolmagandikan, bilim elishtirmoq to'xtab qolgan ish yo'q. O'rganishtirmoq to'xtab qolgan ish yo'q. Bir ish harakat qilib o'zini halol yo'l bilan baqishdan to'xtab qolgan undaqa ish yo'q. To'g'ri. Demak, bu yaxshidan doirasi qarsa, bakchiq. Masalan, namoz o'qish yaxshi ish. Hammadan bildigan yaxshi. Zakat berish pul olib qazib bilsa, u yaxshi ish. Yaxshi so'z, yaxshi maslahat, yaxshi fikr, bu yaxshi sharkatning qatoriga kiramizki. Maktab selish kiramizki. Masjid selish kiramizki. Zavod, fabrik qurish kiramizki, yaxshi sharkatning qatoriga kir. Siyosiy odamlarni yetishtirib, millatni to'g'ri yo'l yuzlantirish, siyosiy odamlarni yetishtirish kiramizki. Iqtisodiy manba yaratib musulmonlarning turmushini ravollaштырыш keramdolskir. İş yo'q, ish topolmaganlar ish yoritib berish keramdolskir. Turkiya o'sh askarlik vazifasini majbur qilgan bo'lsa, davlatni qo'g'daymiz deb, ash askarlik vazifasini 6 oy bo'lib o'tash oshimi yaxshimiz yaxshi. Chunki o'zini qo'g'daydi. Bir millat o'zining musulmon xalqini, vatanini, davlatini qo'g'dash uchun istixborotchilik vazifasini musulmonning manfaati uchun o'tsa, yaxshimi yaxshi emasmi yaxshi. Harbiy aslahalarni yetishtirish yoki shu soat bilim oshirish uchun o'qisi yaxshimiz yaxshi ish. Iymon bilan go'zal niyat birlashgan vaqtida hamma ish. Iymon joyida bo'lsa, ibodat bo'lsa, ibodat chiqish yo'q. 5 vaqt namoz o'qish 1 soat kitob ishlaydi. Boshqa shu qolgancha Robbi qil qolgancha ishlari aqidaga taqoshmasa, shariatning ro'y taqoshmasa, mayli fizik bilan shug'ullansin, doktorlik bilan shug'ullansin, yoki o'qitish bilan shug'ullansin, hammasi yaxshimiz yaxshi. Biz yaxshini faqatlab kichik doiraga kirgizib qo'yganligimiz uchun, ma dunyolik tavbashga yaxshi kirmaydi deganlik uchun mushkunib qolamiz. Dunyoligimiz rivoj topolmadi, oxiratligimiz qo'ldan ketdi. Ma dunyoda tik turishimiz uchun, qad ko'tarib turishimiz uchun, o'zimizningki aqidamizni mavjudligini saqlash uchun davlatni shakllantirmay turib, davlatni qurmay turib, uni qo'g'damay turib yaxshilik qilgani bo'lmaydi. Bugungi holat shu. Shu bu yerda yaxshining doirasini bir musulmon ma dunyoda o'zining g'oyasini ishga oshirish uchun mangan qadamining har birisi ibodat qatori kiramizki. Ma farz ibodatni qilib bo'lgandan keyin, albatta buni tashlab namoz o'qimasammi, men millatning xizmatini qilyapman, xalqning xizmatini saqtlik qilmaydi. Ma bu kichikgina dastlabki uzuq ma. Bu ruhiy madad beradigan, osh ishni qilishga undaydigan ibodatlar. Ha, peshi. Hamda va qul ya'malu fasayarallohu degan bu oyat yana bir qarasak, har zaman, har makan insonlarga har vaqt ish qilinglar. Birar mezgil, birar yer to'xtab qilinglar. Davomliq o'lgan qadar hayotinglar, ish harakatinglar, faoliyatinglar davomlashib tursin. Unda bo'lgancha bir insonningki to'g'ri yo'l qilgan ish harakatlarning hammasi ibodatmas, ibodat, savobmas, savob. Shuning asosan ish harakat qilish musulmonning shuari deymiz. Bekorlik, tayyotoblik yoki boshqa yerdan kelib turgandan keyin bo'ldi,
men ish qilmasam bo'ldi ish, men musulmonning sufati emas, musulmonga yarashmaydi. Ha, o'z vaqtida sahobalar davrida bir ish topolmadim degancha Rasulimiz kakidan bir tutib, "Men ishni qil, o'tanchilik qilsam yaxshi harakat" dedi. Bu dinimiz ish harakat qilishga, yaxshi harakatning doirasi shu darajada kengaytdiki, qiyomat bo'lavatsa, dengiz to'lqinlayotgan, tog' yerlayotgan bo'lsa, sen bir tal ko'cha tikayotgan bo'lsang, endi bundan kim yeydi buni? Qaz hayvon o'tlaydi, tikayot ashnaydi. Nimasiga yaxshining savobi o'tirdi. Ya'ni bu ish harakat qildi. Dunyo nim bo'lib ketgan so'ng yaxshi harakatdan to'xtamadi. Yaxshi fikrdan to'xtamadi. Ishingni uzluksiz davomlashtirdi. Harakat islom jamiyatlarining shuari bo'lishi kerak. Hayotni taraqqiy qildirmoqchi, gullantirmoqchi bo'lgan jamiyatning shuariga aylanishi kerak harakat. Bu kommunistlar to'xtamay ish qildi. Bu asli islomning shuari. Kommunistlar, masalan, Xitoyni misolga yana biz nima uchun natija qozondi desa, e'tiqodi to'g'ri emas, e'tiqod to'g'ri emas. E'tiqod degichlik narsa yo'q, densiz. Lekin ish harakat bilan, dunyodagi moddiy sabab natija qonuniyati bilan bugungi holatga keldi. Ammo biz olgan bo'lsa, ham ajr. Biz olgan bo'lsak nima ish qildik? Ish harakatda unda kuchimidik. Biz musulmon bo'lgandikinlar bo'ladi. Qo'yvoqqan bo'lsa haloldan bir odam qo'yvoq deb, navoy bo'lmasa haloldan pul topib deb kichik doira to'xtab qoldi. Bu ish harakatining doirasini toraytib o'tdi. Natijada bugungi xorliqqa, bugungi qiyin turmush qolib qoldi. Musu ish harakatining darsi kaldi. Shunga ish harakat islomda muqaddas deydi. Bizning oxiratda erishmoqchi bo'lgan jannat, kirmoqchi bo'lgan, dunyoda erishmoqchi bo'lgan hayotdan tayyiba, xotirjam hayotni nimaga bog'liq? Ish harakatga bog'liq. Bunun delili ayet kerim. Ve la nedziyennahum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bular bildiğin mukafat ya'malun. İş hareketiga bağlıdır. Quruq arzu emas. Da'vo emas. Bir odamning salobatiga emas, kiyim-kechkiga emas, chiroyiga emas. İş hareketiga bağlıdır. Endi bu yaxshi harakatninki darajasi zaman, makon ehtiyoji farq qilindi. Mana bir qistirma o'tash to'g'ri qildi. Millat qaysi ishga bak ehtiyoji bo'lib qolsa, shu ishning qimmati hammada yuqori bo'ldi. Masalan, normalda bir qiyinchilik bo'lib qolsa, bir kambag'allarniki deylik, normal. Uning iqtisodiy jihat yordam berish yaxshi. Shaxsiy holat. Lekin bir millat mustamlikaga tushib qolsa, xorliq tushib qolsa, uningdan qutulish uchun har bir odam boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, yana bir bo'lib qolsin, hammasidan buning badal to'lishi vacib bo'lsa vacib. Demak, bu yerda sharoit o'zgaramiz o'zgardi. Shunga har vaqtda muqim belgilanib ketgan yaxshilar bor. Masalan, ibodat o'zgarmaydi, aqida o'zgarmaydi, axloq o'zgarmaydi. Ammo uningdan boshqa dunyoda masalan siyosatga aloqador, iqtisodga aloqador, sotsiyalikka aloqador, bu xarakterlik, masalan, ilm ma'rifatga aloqador bu ishlar zaman, makonning ehtiyoji bilan taqim o'zgardi. Bugun kunlikda bizning siyosiy liderga ehtiyojimiz bormi desa, iqtisodiy da'voning rivojlanishi uchun iqtisodiy manbaga zavod fabrikalarni qurishga, odamlarni ishga o'rlashtirib ishlash ehtiyoj bormi desa, demak bu ish harakatining darajasi zaman, makonning ehtiyoji farq qilindi. Xo'sh. Shu bugungidek vaziyatda bor. Endi men o'zimning holi yaxshi bo'lgan ekan, men bir o'zim namozimni o'qib turayotgan, pul topsam, haj qilayotgan, zakat berayotgan odam bo'lgan ekan, bo'ldi deb qarasa bir odam, odam iymonini qayta bir taroziga solib sunmaydigan bir odam bo'lib qoldi. Normal vaziyat bilan hozirgi o'sha jiddiy bir vaziyat farq qilindi. Nima ish qildi? Chunki biz jiddiy vaziyatda. So'ng payg'ambarimiz "Mallam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum" dedi. Bir odam o'zim yaxshi bo'lgandan bo'ldi deb o'zinglarni bo'lib, beshini qumga tiqib, boshqa musulmonning holiga ko'ngil bo'lmasa, uning kuchi qolmasa, odamning musulmonlik sufatiga yetilmagan odam ekan. Shunga bu yerda bu yaxshining doirasini biz taraytib olsakmi? Millat ehtiyoj bo'ladigan, millat mushxopilikdan qutuladigan yo'llarning, vositalarning hammasida harakat qilish lozim. Buning injener lozim, o'sha oil proyektiga lozim, yana birisi lozim, yana birisi lozim. Hamma ish yaxshi doirasi kiram bo'lsa kerak. Xo'sh. Mana shu vaqtida hayot tayyib va dunyoda hayot tayyibga erishamiz. Endi shu yaxshi amallarning, yaxshi ishlarning doirasini shunchalar nihoyatda keng ekanligini so'zlab o'tdik. Bir mu'minningki har bir qilgan amaliga Alloh dargohida normal bir xuddi oqshimisi
hech qanday bir niyat qilmay uxlab qolsa bir uyqu olgandek, ammo yaxshi niyatlarni hammasini ibodatga aylantira olgandek, shu amallarning hammasini mayli bir fizikchi bo'lsin yoki bir diniy olim bo'lsin, normal bir tijoratchi bo'lsin, normal bir xizmatchi bo'lsin, ashlarninki butun amallarini islom uchun bo'lgan, Allohning dini uchun bo'lgan yaxshilikqa aylantira olishi uchun, nomi amal daftoriga shunday yozilishi uchun innamal a'malu binniyat degan hadisga ko'ra niyat qilishi kerakmi mu'min? Yoki men madamiki oilamni beqish mening majburiyatim, men oilamni haloldan baqsam savobga erishaman deb har kuni bu niyatni qilmay chiqiblam, shu tijoratni qilib do'konga ichib kirib o'zining jannati beqib yursimi odamda bu ajrni yoki cho'qim shu niyatni qilish kerakmi? Bu ishning beshi iymonga bog'liq. Iymon bor bo'lsa bu odamda iymon bor. Ening kendan axloq bor bo'lsa axloq bor. Tijoratchi bo'lsa axloqi bor, jihatchi bo'lsa axloqi bor, ilmiy odam bo'lsa axloqi bor, normal odam bo'lsa axloqi bor. Iymon bor va odamda axloq bor, ibodat joyida. Ening kendan o'zining va jamiyatning haqqini ado qilish uchun biz o'zimizning haqqini jamiyatni ado qilmaganlikdan qilyapmiz ma'qul. O'zimizning haqqi degani o'zimning va oilamninkini birinchi qilib, ikkinchi qilib jamiyatningki haqqi. Anın qarta men mas'uliyatni ado qilmay deb qaysi bir sohada xizmat qilay, qaysi bir sohada ish qilay, xalqimga foyda yetadi ekan, musulmonlar foyda yetadi ekan, bu niyatni bir qatimli qilsa bo'sh ketaver. Har qatim yanglab qilsa taxi savob berishadi. Agar har qatim qilmasa, bosh niyatni bir qilgancha men musulmonning manfaati uchun o'qib bir yaramliq olim bo'lib bu millatga to'g'ri bir fikr ishlab chiqaradigan, millat to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, yoki siyosiy bo'lgan bo'lsa, millatning qimmat qarashi bo'yicha to'g'ri yo'lda boshlayman deydigan bir soat o'qigan bo'lsa savob bo'laveradi. Muhimi shariat chekilgan bir ishga chetlab boqamiz. Xo'sh. Oxirida programmamizni haqiqatan uzatib o'tdik, qadrli ko'ruvchilarimiz. Oxirida bir gap bilan tugatsak, yaxshi hayotni dedik qisqa shaklda desak ham shu nimalarni o'z ichiga oldi bu yaxshi hayot? Ham yaxshi hayotning beshi birinchisi Alloh bilan yaxshi aloqa qurish. Chunki iymonga bog'liq. Alloh bilan aloqa yaxshi bo'lmay turib, bu odam ma dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin yaxshi hayotga erisha olmaydi. Ko'ngli rohat topolmaydi. Allohning roziligi uchun ish harakat qilish. Dunyoda odamiylik sifati va izzat hurmati bilan yashash. Bu yaxshi harakatmi? Yaxshi harakat. Dunyoda xotirjam yashash. Baxtli bo'lish, masalan, to'y qildi yoki farzand ko'rdi, yoki qaysi bir ish bilan, yoki turmushi bilan deydi. Sog'lom bo'lish, rizqini haloldan topish, ma'naviy tarafdan bir xotirjamlikka erishish, islom musulmonlarning manfaati uchun ish harakat qilish, fursatga erishish, bir inson sifatida, musulmon sifatida o'zining haq-huquqlarini to'liq erishib yashash, buning hammasi hayotda yaxshi hayotmiz, yaxshi hayot. Bu qandaqdir bir tarafdan olib, yon bir tarafga tashlanadi. Turmushimiz yaxshi o'tganmiz, bu yaxshi hayot. Ko'nglimiz xotirjam bo'lsa, bu yaxshi hayot. Go'zal hayotning asosi iymon va tashkillik ish harakat. Jamiyat yaxshi hayotga erishishni aytgan cho'qim tashkillanish lozim, birlashish lozim. Oila desak, er ayol ikkisi birlashib ish tugadi. Endi er ayol, masalan, oilani xotirjam qilamiz deb, kishi bak kuchab ayol kishi ta'tillik qilsa yoki ayol kishi kuchsa, eri qimovat chiqib qolgan bo'lsa, oila hayotda xotirjamlik shakllanmaydi. Shuningdek, jamiyatda o'rtoqlik, birlik, hamkorlik bo'lsa, bir tashkillik ish harakat plan bilan bo'lsa, endi bu hayot shakllanadi. Chunki iymon aytganlar va yaxshi ish harakat qilganlar oyatning hukmi bo'yicha g'am qayg'udan qutuladi. Qo'rqinchidan qutuladi. Bunun delili var mı? Delili var. Femen amene ve asla fela khawfun aleyhim ve lahum yahzun. Kim iman etse, enenken aslaha, yaxshi harakat qilgan taqdirda eng yaxshisini qilsa, o'zini tuzsa va atrofidagi muhitni tuzsa, ma odamlar nima yo'q? Xavf, qo'rquv yo'q. G'am andish yo'q, parokanchilik yo'q, zulm yo'q, xo'rlik yo'q, qayg'uradigan ish yo'q. Şart nima desa, iymon aytish, o'zini va atrofini tuzadigan yaxshi harakat qilish. Shartimiz shu. Mana buning bilan go'zal xotirjam hayotni qo'lga keltirgan bo'ldi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Ayt yaxshi ichib berdik, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib 13-sonimiz Islom va biz programmamizniki bugun bu go'zal hayot, baxtli hayot, xotirjamlik hayot erishishninki shartlari nimalarni qilishimiz kerakligini inshaalloh tafsili aytib berildi deb qarayman. Rabbim har birimizni
dünya ve ahirette mana şundaq güzel, baxt, saadetlik bir hayat yaşashga muyassar qilsin. Etrafımızda yaşayotgan muhitlerimizde beşimizge kelgen kunlarda nurg'unlagan g'am endişede qayg'u, hasratlik kunlarni yaşayotgan bo'lsakmi, buning hammasi islom uchun bo'lgan vaqtida Rabbimizninki bizga bo'lgan sinoqlari shu go'zal hayotga bizni hozirlayotganligi deb tushunsak, inshaalloh nurg'un qiyinchiliklarimizni yenik tuyuldi deb o'ylayman. Rabbim inshaalloh eng tez fursatda haqiqiy mushu bugungi darsda so'zlangan mushundaq bir xotirjam go'zal hayotni o'zimizni to'g'ri shaklda isloh qila olgan vaqtida va atrofimizni isloh qilgan vaqtimizda programmaning 5-da so'zlab o'tilgandek jamiyatning axlat insonlarning fikriga ergashmagan vaqtimizda o'zimizni dadil bu go'zal islomimizning yo'liga sep mangan vaqtimizda jamiyatninki hech bo'lmasa 50'den ko'p insonlar o'zgargan vaqtida andın biz Rabbim nusrat beradigan mu'minlarning qatoriga kiralaymiz deb qarayman. İnşallah bununla muyassar qilsin. Kelar qatimliq programmamizda yana bir hafta ko'rishguncha Allah ömür bersa, Cenab-ı Allah'a topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.